Şu g'oya bo'lish kerak. Ammo nurg'a odamlar g'oya samolyotda g'oya emas. Bir shug'ullanayotgan ishini hech qanday sababsiz, muddasiz endorfin tuvallaydi, xushallanmaydi. Uning butun 30 yosh nurg'a odami yaxshi o'qsa, shu ba'zi odamlar qancha bilimli bo'lib, har bir qilayotgan ishingizda bir ma'no bo'ladi. Assalomu alaykum Alim bola. Va alaykum assalom. Mushu jamiyatimiz taraqqiyotini aytishib, mushu psixikniki, bu psixik sog'lomlikka biz turmushimizda nihoyat muhim o'rin tutganligimizni, tutganligimiz bo'lgan sir his qilib yetyapti xalqimiz. Bo'lsa mushu jamiyatimizdagi psixiklik masala to'g'riliq sizlar bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Ham bu psixologiya degan nima pan desangiz, psixologiya deganimiz endi oddiy harakat bilan ongni tadqiqotga ilmiy fan. Bu ong degan bu yer nimani ko'rsatadi desangiz, ong deganimiz masalan odamning bilish, tunish, his qilish, idroklari, xotira, aslama, hatto eng muhim bo'lgan yushurna qatorliq narsalarni biz ong deb olamiz. Ong deganimiz bir g'uva hukmda buni endi tafsil etishtiramiz. Harakat degan nima desa, harakat degan odamning biz ko'ngil bo'ldigan qilmishlarini biz harakat deymiz, mushkisini ilmiy tadqiqot. Endi hozir jamiyatda bundaq bir o'zimizning shu Uyg'urlarning jamiyatida bir xil masala, u masala nima desangiz, psixik otsi deb atalgan William Jamesning bir atalg'isi bor, u bo'lsa agnozim deb qo'ydi. Hozir odamlarda agnozimlik mavjud. Agnozim degan nima desangiz, u insonning, odamning o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaslikni biz odatda agnozim deb ataymiz. Bu nima, bu qanday protsess desa, kishilarning eng chong xatoligi, bular yoshlarning bir xatoligi bor. Bu grek tilida hubris degan atalg'i atildi. O'ylaqa men hammani bilaman deydigan xatolik bo'ldi. Demak, bir odamning hammani bildigandek his qilishining o'zi hech nima bilmaydiganlikdan darak bo'ldi. Shu hozir kishilar o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydi. Agar siz nimani bilmaydiganligingizni bilsangiz, yana u mayli, ma'lum nishonda osh bo'yicha taraqqiy qilib, o'zingizning bilmaydigan narsani to'liqlaysiz. Hozir masala nima bo'ladi bo'lsa, agnozimlik hodisa yuz beryapti. Ya'ni bilmaydiganligini biladi, ammo nimani bilmaydiganligini bilmagachga qaysi tarafdan qarab taraqqiy qilishni bilmadi. Buni Aristotelmi o'zining yozmalarida men oxir bildim, men oxiri o'zimning nimani bilmaydiganligini bildim deb xulosalagan. Shunga hozir jamiyatdagi kishilarning psixologiya pinini faqat ismini biladi, muhimligini biladi, psixik nurg'atlarning xato emasligini biladi, ammo to'g'rini topolmaydi. To'g'ri, o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydi. Chunki odamning bilib turib so'rgan savol bilan angsız bir savollar bo'ldi odamlar. Bu angsız savolları o'zining tunish doirasi yoki o'zining conscious deymiz, hamda mashg'ulot engining sirtida yushun ongda ifodalanib, uning savol qo'ydi. Ammo bu savoldan odamlar oqqichidi o'zini. Bu xuddi Karl Jungning undaq bir tasvirlashi bor. Masalan, ong deganimiz, mashg'ulot ong hozir kishilar masalan nimaga o'xshaydi desangiz, uyning o'g'isiga chiqib balxon deb qo'yamiz. Bu balxonga chiqadi. Shundan bir odamning oyoq tevishini anglaydi. Buni anglab darhol yer ostiga kirib olib, men anglamadim. Demak, uyda hech qanday o'g'ir kirmadi, u mening tuyg'um o'xshaydi deb o'zini o'zi qoyil qilib, yushundan chiqayotgan savollarga basmalatdi. Ma'noda. Shundan bu siz yer ostiga kirib oldingiz, uyning ustida hech qanday odam yo'q deb o'zingizni qoyil qildingiz. Biroq bu qoyil qilgan bilan haqiqatan tevishning bog'liq ras bu uyga o'g'ir kirish mumkinchiligi bor. Biroq odamlar cho'sa ma'qul usulda yashaydi. Shunga hozirgi yuz berayotgan masala birisi shu xubris hodisi, ya'ni odamlar nimani bilmayman deb o'ylashi. Bu odamning taraqqiyotiga ig'ir darajada to'sqinlik berdi. Yana birisi men bayaqin degan agnozimlik, ya'ni o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaslik. Shunga
bu hazır kişilerde saklanatkan umumi bir xilal hadise bulup hesaplandı. Ali malum hazır şu köpüncü kişilerimiz bir xil ideyalar bir xil qilib qalib tapmalık qilib bardan. Qandaylık qilgan bilan şu özünün şu ideyasidan, konuliqdan shunday qutuzib chiqolmayotdi-da desakda. Qanday qilgan joydan şu ideyada bir xil yangilik yaratgani, şu chekimni buzib tashlagan bu. Amda bunu adamların mesela idis nurg'ulan komplekslar buldu. Kompleks degan nima desangiz, kompleks degan nima desangiz bir xil nima u Jean Piaget degan bir psixolog var, bu ham buni sexima deb atagan. Mingizda bir xil seximilar shekli. Nima qilsa siz bir odam, sizning chuqur tarixingiz bor. Bu tarixingiz sizning şu kichik vaqtingizdagi kechirmishlaringiz bilan aloqa bog'liq bo'ldi. Mesela addiylashtirib aytsam, sizni masalan olmani bilsiz, olma desam, siz qanday tasavvur qilsangiz, masalan, olmani tasavvur qilib taqam desam, olma degan shart pishadi. Shekli shu. Endi hozir bir narsa bor. Siz olmani tasavvur qilgan vaqtda bir o'lchamlik, chiroyli olmani tasavvur qilsangiz, ammo sizning qo'lingizga olmani bozorda hargiz topolmaysiz. Unda o'lchamlik olmani tepish mumkin bo'lmaydi. Demek siz ma'lum odamni faraz qilgan vaqtda u inta o'lchamish ketdi. Unda odamni tasavvur qilolmaysiz. Demek sizning bu xil nimangiz nerdan kelib qolgansa, o'tmishdiki o'sha olma bir tasavvur qilpi bor. Ham bu xil ahvollarda men sizga masalan kvadrat shakllik, andan shu bundaq uchi bor, andan shu qag'ayir olma o'xshagan, ammo qora ranglik bir mevani ko'rsatsam, mush olma desam, siz buni nima deb javob berasiz? Buni mundam olma bor ekan demsiz yoki yo'q bu olma emas deb tura olamiz. Qalbimizda cho'qim olma olma emas deb qilmaymiz-da. Bir qism odamlar burada, 80% odam bu olma emas deb turadi. Ammo 20% odam bor. Bu shundoq olma bor ekan deb unimi o'zining to'g'ri, o'zining aslidagi olma to'g'risidagi seximlarga bu nima qildisan soladi. Bu ish qil odamda. Shunga bir qism odamlar bor. Ularning yaxshi, yomon ideya to'g'risidagi seximlari muqimlashib ketgan. Uning sirtidagi, uning ko'z qarashiga tushmaydiganmi yaxshilarni u bilmaydi. Demak, bizning hayotimizda biz yaxshi deb qaramaydiganmi yaxshi kishilar bo'ldi. Biz qaltis deb qaramay, bizning seximizning sirtidagi qaltis odamlar bo'ldi. Nurg'adan mashamasni mensa bu xil komplekslardan asosiyatdan chiqib bo'lmaydi. Masalan, siz o'zingizdan kompleks maskenmaydigan, o'zingiz rad qilgan narsani boshqalarga anglasangiz, uni ayiblaysiz. Nima qilsa sizning animingiz maskenmaydi. Sizning kompleksingizdan siz qo'rqadigan narsalar bo'lsa, uni boshqalar desa yoki boshqalar shu ishlarni qilsa, uni ochiqlaysiz, vaqiraysiz yoki u yerdan ketib qolsiz. Nima degan vaqtda bu xil seximilar kishilarning taraqqiyotiga ham foydasi bor. Chunki siz olma to'g'risida sexim bo'lg'achqa, ikkinchi qatam olmani ko'rganda inkos bildira olasiz. Ham sizning uningdan boshqa olmalarni ko'rishingizga ham to'sqinlikmi qilib qo'ydi. Shunga tushunganki sizning yaxshi hal qilish usulingiz bugun sizning to'solingizga aylandi. Nima ish qilsa, tushungan siz ma'lum ishni ma'lum usulda qildingiz. Mush usulga kirib qoldingiz, siz mush usul to'g'ri deysiz. Demak, aytchu deganda buni ekilib yana ashdan solasiz, u chaqda bo'lmas kelmay qoldi. Bu nimaga o'xshaydi desa, hozir korxonchilarda bor bu psixik. Masalan, men sizdan ko'rib bir oyoq yarashgan bo'lsa sizga, men bu oyog'ingizni qarab ma'lum yarashib deb sizning oyog'ingizni elib oldim men. Elib keysam, mening putumga kichik kelib qoldi, mening putum sal cho'ng kelib qoldi. Shuni men qanday qilman desa, putumni kesib hamdi. Ash oyoqqa men putumni maslashdim. Kesmay maskaga taqtirdim, sizga yarashgan oyoq menga yarashmaydi. Putimiz o'xshash. Bo'ldi, qomatimizmi o'xshash bo'lgan taqtirdim yarashmaydi. İnsanning o'zi yarashadigan bir hayot shakli bo'ldi. Har qanday bir individual insonning o'ziga mos keladigan bir yashash. Endi nurg'a odamlarning o'zligini topolmasligi yoki o'zini olqanmasligi nimdan bo'ldi desangiz, nurg'a odamlar balliq davridagi ba'zi kechirmishlarda turib qolgan bo'ldi. Bu nima degan gap desa, har bir odamning qalbida bir yaralangan bal bo'ladi. Ya'ni o'zining yaralangan bal davri bo'ldi.
Onundan keçip ketgendek tuyuldu. Onu el qila algandek tuyuldu. Onu besip etkendek tuyuldu. Biroq en ahırçısı onundan yanıp qutlanmaydı. Oxşaş reallik, oxşaş adam ki. Ötken bir qızlan paranışıp qaldı. Bu qızdan 4 qetim muhabbetleşipti. Bu 4'li muhabbeti bu qızını xorluğan, urgan. Hem siz bu yerde matematikada atlı ihtimallik nazariyası boyunca 4'li muhabbetin onunda xorluşı bu maske tasaddibilik olmaydı. Bu nimeden kep qaldı? Bu qızның ballık davri tekşirsek 3-4 yaş vaqtida bu qiz dadısı akilib basa, dadısı buni silkigen. Uğan, vurup ketmişim akilse iştib etken. Men 3-4 yaşlık bu qızdan dadısı oğan muhabbeti müşahid kesilgen, onun qalbida bir jarahat qalgan. Endi bu qiz 3-4 yaş vaqtida to'xtab qaldı. Onun bayağı kompleks sızılıp qaldı. Bu 3-4 yaşlık reallikni tekrar sadıqlayıverdi. Şu muhabbetimi dadısı, yan bir muhabbetim dadısı, 3-4 mayl qancha bolsun bu kompleksdan jıraqlışıp bulam. O qancha tirishib, qancha yaxshi balni tapsimi, o amaliyat mexanizm nim bo'ldisa, yana ashundaq bilib bilmay, avtomatik holda o'zini xorlatqizgan bir vaziyatni shakllantirdi. Gap bu joyda shu qiz bolmi o'zi bo'ldi. O üz bilmeydi o bunu. O herkes halap men o demeydi o. Ama onun yuşun enge baçı ayad mexanizm. Aşı aşını söyleyip tatıp ekildi. Yani bir balını küre kaldım. Bu balının sol beden mexanizm kesili var. Sol beden mexanizm degende mesela bu balının kaçan jıkılıp yarlansa sol kulu ya sol pıtı, sol kulu sol pıtı. 10 pıtıga palak etkenmeydi. Sunsumu sol kulu, yarlansın sol kulu. Neymiş o sol kulu? Bu beden kompleks şekilde bakan. Yani bir kızdan paranışıp kaldım ben Aksoluk. Bu kız qandaq. Bu kız 11-12 yaş vaxtida Fukusaga özünden 3 yaşlık Fukusaga erik buldu o şeyden oynatıp bu pala soğuçup gitti. 12 yaşlık kız hem vaqırap adam çağırma. Bu vaxt uydakiler anlamaydı. Etizdi, çıkıp qalgan. Yolda hiç qanday qadam uçurmaydı. Şundaq vaqıraydı. Qo'rqib ketdi da ketib qolgan. Shu amal yo'q bu bola nimaning suzgishga kelib to'xtab, shu tunjuq o'lib qoldi. Bu vaqt bola. Hodisa bo'ldi. Demak bu qizda endi shu 12 yoshda ketib qoldi degan. Mana bugungi kun kelganda o qiz 36 kirdi. Hech qanday o'g'il bola bilan to'y qilmagan. Kişilerge işenmeydi o. Hatta üzgün işenmeydi o. Neymiş toy kılanmaydı? Çünkü aynı vakta o yardım talep kılganda hiç kim kemmigen. Hiç kim kemmigenlik için onun da bir xil kişilerge işenmeslik şeklinde. Hatta üzü abalını derhal kutulduramıyor. Bunundan üzgün bolgan, üzgün işenmeydi. Şunu toyuğa, kılışqa qatdi, bunun şundaq çıraylı hizmeti var. Hem bu kız qandaq kıldı? Bu kız bütün bunu unutish uchun xizmat ko'zini beg'ishlaydi. Kishilar sirtdan qarasa bu qiz shundoq normal, shundoq qaltis, shundoq bir xil kuchli ayol. Ama ichida oldi burun puchilib ketgan. Chunki u texra 11 yoshlik, ya'ni shu 12 yoshlik qiz. Mana bu ichki bal jarohati nima bo'lgan desa texicha saqaymagan hisoblanadi. Shunga bu xil komplekslarni to'g'ri tushunmasa, bu xil komplekslarni qutlamasa, odam hargiz atrofga qarab o'tmaydi. Shunga meyli normal şartlarda bo'lsin yoki karxanchilar bo'lsin yoki bir uftiqazman deykan, o birinchi yo'lab komplekslarni yengish kerak. U tungenki uning uchun foyda qilgan hal qilishni bugun ishlasa, o qat'iy tushmay qolgan gap. Har qanday bir ishning o'ziga nisbatan bir hal qilish bo'ldi. Buni Maslomi degan, agar qo'lingda sening bir tal bolqi bo'lsa, sen hamma narsaga mix qo'qish ma'mul qilsan. Demak, uni qo'l bir tal mixni tutib olib, bir kompleksni tutib olib, uni hamma narsaga kelgizman. Masalan, sizning oyoq do'koningiz bir tal oyog'i bilan, bir tal razma, bir xil rang, bir lam tur oyoq kelib kim kelsa, uni mush oyog'i san yarashadi. Ba'zilarning putini kessiz, ba'zilarning putini pichoq bilan qirib, anikin oyoq mushning o'zi nimasi hozirgi bir masala bo'lib qolmoqda. Deməli, bayaqda sözlər qıldıq, şu ballarının kiçik vaxtlarda uçurğanmış işlərə səbəblik, məsələn, keyinki olğanda afətlər payda buldu deyin. Demək, şu hadisini hem de bizim özümüzün kiçik durmuşumuzda
bu mesela farzand tarbiyasi, ondan şu çoğun bo'lgan nikah ishlari, şu ishlarga tatbiq qilsak, şu ishlarni qarab tadqiq qilsak, ham yaxshi o'yin yaratgan bo'ladigan. Shu to'g'riliq bir so'zlab beramiz. Masalan, nikah muhabbet deylik masalan, qanday vaqt bir odamni yaxshi ko'rib qoldi. Siz jamiyatdan tekshirib baksanız, mesela yeni muhabbet yaxshi ko'rib qolganlarning sababini bilsangiz, ko'pincha masalan bir qizning bir o'g'on bolani yaxshi ko'rib qolganda, uning tuygusi qanday bo'ldiysa, u xuddi bir o'zining qahramonini ko'rgandek. Uning bir qorong'ulik yurib ketgandek, uni bir qutqazg'uchi kelib qutuldirib olgandek bir xil tuyg'u bo'ldi bir qiz bola. Bu nemish bundaq bo'ldi? Amaliyotda sizning bir qalbingizda siz yashamagan bir hayat parça, siz arzu qildigan yashashni, ammo yashab bo'lmayotgan bir hayat mavjud. Siz bu xil o'zingiz yashab bo'lmagan, havas qilgan bu hayotning boshqalarning simasdan, boshqalardan ko'rgan vaqtingizda buni darhol uningga bir xil oshiq bo'lsiz. Agar u sizga o'xshash jinnis bo'lib qolsa, uni havas qilasiz. Agar u qarim-qarchiniz bo'lsa, uni yaxshi ko'rib qolasiz. Nimishqa siz ashini arzu qilganda muhabbet chu degan muhabbet kishilik turmushda hozir bir cho'ng bir xatolik bor. U nima desa, xiyoliy tuyg'u kirib qolish. Masalan, bir qiz bir o'g'ilni yaxshi ko'rdi, mush vaqtda uning nurg'un xiyoliy tuyg'u bo'lib, uning bir umri yurib ketgandek bir xil hodis yuz berib, uning o'zini ataydi, ashmini qutqizdi deb bir xil illusion g'oyibleştirdi. Uning ustiga muhabbet ishida qarshi taraf ilohlashib ketdi. İlahlaştığan alet kapritida uning qalbidagi orzusi bekli kuchli holda bir xil kuchayib ketadi. Ham bu xil g'oyalashgan, ilohlashib ketgan bu muhabbet to'y qilgandan keyin bo'lsa darhol disillusion degan reallashib ketadi. Reallashgan vaqtda qarshi tarafning o'z o'ylagandek unda qalaqa bir xil g'oyibi unchalar sirliq emasligini his qilgan vaqtda kallida xato tanlabdiman deb o'ylaydi. Muhabbetning qarma-qar ma'nosi o'chmanlik emas. Muhabbetning qarma-qar ma'nosi kontrol qilish. Men sizni yaxshi ko'raman degan gapning o'zi amaliyotda yushnongda siz men kerak degan gap cho'p. Men sizni yaxshi ko'raman degani siz men kerak. Unda esa siz qanday qadam kerak qilsiz? Siz chuqur sizda bo'lmagan qobiliyat qarshi tarafda bo'lgan odamni kerak qilasiz. Agar sizda qarshi tarafda bor qobiliyat sizdan bo'lsa, uni kerak qilmaysiz. Shunga men sizni yaxshi ko'raman degan gap, siz men kerak degan gap. Demak, siz o'zingizning amalga oshirolmagan arzu armonlarini qarshi tarafning oshirib berishni talab qilasiz, bilib bilmay. Ashunda umid qilib qolgan gap. Shunga bu xil narsa nima bo'ldiysa, uzun o'tmay reallashib ketgan vaqtda odam andikin umidsizlandi, men buni yaxshi ko'rmaydi, o'xshayman deb qaraydi. Shu romantik muhabbetning nikohga asos bo'lishi G'arbda 12-asrdan boshlab to'xtagan. 12-asrdan tortiblar romantik muhabbetni nikohning asosi ultish qilmagan. Ammo biz hozirgacha 21-asrga qadam qo'yapmiz. Nurg'un yoshlarimiz texnicha romantik muhabbetni, ya'ni nikohning asos ultish qilib boradi. Biroq bu ultash unchalik muqim emas. Undan so'ng bu bir mavhum narsa. Bu darhol parchalanganda, bu ult ostidagi narsa tashlanganda, uni ustida siz qanchalik narsani tiklaman, qanchalik ish qilman, bu o'rilib tushadi. Demek şunu bizim hozir jamiyatimiz ajrashish nisbatan yuqori bo'lishi mumkin. Bo'libmi bir-biridan toza qanoat topmay mushtondan kelib chiqadi. Buning moddiy dunyosi qanchalik bo'lsin, ultash boshlangandan keyin. Shu biz boshqa bir narsani nikohda asos qilib, anidagi romantik muhabbetni uni ustiga qo'yib qo'ysak, ma'vo erib kesimi, parchanib kesimi, u asos tash turaydi, mandaq bir xil hodisa. Shunga nikohdimi kompleksdan odamlar qochib qutlanmaydi. Ya'ni shu kompleksni ta'sir uchraydi. Bolalar farzand bir ota-ona bolasi qanday tarbiyalaydi desangiz, mundaq bir xil ong bilan tarbiyalaydi. Sen men to'g'ri deganni qilmasang, men seni yaxshi ko'rmayman deydi. Buni bevas og'iz degan bilan harakatlarda shuni chiqarib qo'ydi. Sen men to'g'ri deganni qilmasang, men seni yaxshi ko'rmayman. Unda bu tulum qo'rqinchli bir xil uchura balla. U balni bilib bilmay ota-onasining to'g'ri yoki yaxshi deb o'ylagan uchun tirish qaratmoqda.
Bu atanın nemin toğra dep nemin jihatini tarbiyaleydi atany dal men bayat degan özünün teqiqi yaşap tuluq tügetmegen arzu armanlarını ballar arkalı amalga oshirman deb qaraydi. Ballarmı ata-anasının bu arzu armanlar üçün tirishidi, kurash qiladi. Muvaffaqiyatni qazadi. Ammo bir nuqta kelgan, 35 yosh kelgan, yil biz tafsil so'zlaymiz. Ballar bunun ümitsizliğinde ata-ana oğlan öşmellik buldu. Ama ata-ana oğlan öşmellik yani nima arqılıq besildi desa, bunun ata-ana men öş bolsam bolmaydı deydi. Siz oylapma men bunun öş bolsam bolmaydı degan nima degan gap? Bunun özülam onun bir xil kallas bir xil ziddiyatning tulab ketganligidan direkt bildi. O'tganda bir sizdan parash. Bu ata-anani aytishini tutgan. Ailenin adeti biz 3 xil aile bölümümüz. Birisi mustabid aile. Yan birisi assertive degan hamda demokrat aile, normal aile. Yani birisi permissive deymiz. Permissive degan nima desangiz, yo'l qo'ydigan aile. Endi bu psixologlar bilan tadqiq qildi. Qaysi ailening bolalarining hamda shu ufq qazinish indikatori ko'rsatilishi yuqori bo'ldi deganda dal o'ttirdik. Demokrat baravar ailening, qattiqga qattiq, yumshoqqa o'ttiral turgan. Bu mustabid ailening bolalari asosiyatni yaxshi chiqmagan, bek qo'yib etgan bolalarning asosiyatni yaxshi chiqmagan. Bu nemish bundaq bo'ldi degan vaqtda, masalan bir misol qilsam, o'tgan bir qizlar parashib qoldim. 4 bola ekan bular. Ata-onasi qattiq chaqirgan, birisini o'qituvchi, birisini doktor, birisini yana bir xil tarbiyalayman deb tirishqa. Haqiqatan o'qishim yaxshi bo'lgan, hatto yaxshi o'qigan. Ammo eng oxirida 4 lista mag'lub bo'lgan, 4 lista xizmat ishlamagan. Ham xizmat ishlaymagan. Birisi maktab shundoq yaxshi o'qib, shundoq o'qish mukofoti erishgan bo'lsa-mu, ishlashga jur'at qilmagan. Ashun ishinamagan. Yana birisi ata-onasi bo'lgan ochiqni ifodalagan. Yana birisi yana 4 lista mag'lub. Demek ayada ata-ona o'zining yashab planı arzu armanını aşı balaga teng. Ammo balla bo'lsa, balaning mas'ul bir xil yashash usuli bor. Bu ikki so'qinchqa, ammo balla albatta ata-ona bo'ysunadi. Ammo bo'ysunganning o'zini qabul qildi deganlik emas. O mazgil bo'ysun. Masalan, sizga masalan mana bir suvni, bir piyola suvni ichkizib etdim. Siz ichmayman desam, ichkizib etdim. O ichmaydim desangiz, ichkizib etdim. Siz bu çağlarınız bu sudan huzurlanmayısınız. Doğru. Adem'in iki tarafı var. Biri içmeymen dedi. Biri yoksa içmişsen senmiş lazım da bunu içkiz dedi. Üzünüz qayıl kılsınız. Ama işinizde birisi var. O onu rad kıladınız. Ziddiyetlik. Şunu siz içken bolsanız mı? Gerçek qiygan bolsanız mı? Şoğullangan bolsanız mı? Kalbinizde men bilen ziddiyetlik okaşqa o suyunu mecbur içken içmegendek tuyulgandek şundaq bar. Hadisatını. Şu nurga adam özü qayıl kılıp yaşaydı oturmuşça. Mamuş lazım yapmışlar. Ama onun qalbidagi birisi qabul qiladi yoki rad qiladi, tasdiqlaydigan birisi bor. Masalan, tamoq chekkanlar ko'p ishlaydi. Men tamoq tashlayman, ziyonliq dedi. U ong mashg'ulot engin shunda dedi. Ammo uni qalbida birisi tasdiqlaydi. Yo'q, tashlasang bularni tashlamaysa bu degan. Sen mundaq do'stlaring oladi, tag'amda oldi, yo'q deb tasdiqlab etdi. U ya 5 kun tashlaydi, 10 kun tashlaydi, 20 kun tashlaydi. Uning harakatini keltirib chiqargani, uning o'zi biladigan men emas, ichidagi nima bo'lsa, hali tasdiqlagan men uchun eng bek kuchli rol o'ynagachqa bu yerda uning harakatini tashqanda o'zgacha yo'q. Shu ota-onalarning bolalarni tarbiyalashi bu cho'ng bir ilm. Bek cho'ng fan. Buning uchun nima bo'lish kerak? Bolalarning taraqqiyot psixikasini bo'lish kerak. Balalarning her bir yaşta bir ihtiyacı bulduk. Bir psixik ihtiyaç. Siz o psixik ihtiyacını tanımay, özünüzün göz karşıda onunla başka cihetten terbiyelseniz, onun ihtiyacı yanılam kandırılmay kaldı. Mesela siz sözleyemeyiz, anlayamayısınız. Siz duyuksuz uçsap gittiniz, maşaret kıldınız. Şunlar ben sizin düşünmeyi sizge kempit verdim. Zorlap kirgizib etdim ama hoş olmadınız. Andım men tort verdim. Andım men çılam verdim. Yanısız halma, lağmen verdim, polo verdim, kavap verdim. Men bəgensir sizin açınız tutuldu. Bəgensir kuyunuz tutuldu. Ballarımı bəzdə oxşaş. Atan onunla üzünün subjektiv hissiyatlarına bəgensir açıq geldi. Ne bil bəmidi? Xud sizgi men su bəmigəndək balının psixik ihtiyacını bəməm. Şuna
bu yerdagi nurg'unlagan hodislar uch narsalarni keltirib chiqadi. Siz 20-23-24 yoshli bolalarning psixikasi qarasanglar butunlay bir xil ota-onasiga isyon ko'taradigan, ota-onasiga eks qo'padigan, o't chig'laydigan, hoplaydigan, nimish bo'lsa ota-onasi ko'radigan. U o'zi qoyil qilib turdi. Ota-onam bunda qilsam bo'lmaydi deb. Ammo ichidagi men hamon bilib turg'ashqa. Uningdan noroziligini biroqlar portlatib chiqadigan ahvollar hamon uch narsadan kelib chiqadi. Shu nikohdagi nurg'un odamlarning reallikqa qaytgan vaqtda endi qanday qildi desangiz, sizni xatoparast qilgan, bir xil avliyolashtirgan, ilohlashtirgan, u reallik qaytdi, unda emasligini bildi. Endi qanday qildi sizda? Sizni zo'rlab, siz menga kerak dedi emasmi? Men sizga kerak bo'lgan qismimga kontrol qilmayman. Maqsadli holda sizni shu o'zimning yangi burunqi narsa tashlab etmay, yana kompleksni ishlatib, sizni kontrol qilmayman, qusur topaman. Eng oxirida nikohdagi qishlar. Chunki nikoh degan bir kunlik ish emas, bu bir umrlik ish bo'chi. Nikohda masalan siz har qancha yangi telefon olsangizmi 4 kunda zeriksiz. Demak hayotingiz tugdi degan gap. To'g'ri. Demak nikohdan bir er bilan bir ayol degan nurg'un yil yashaydi. Uning kunida hayojonlanib undaq bo'lishi mumkin emas. Bu habichiy shahat yuz berdigan, uning tonish bo'lib ketadi. Yana o'xshash. Uning ustiga inson nim zeriktirdi desangiz, oldin faraz qila oladi. Masalan, siz bir kinoning qanday bo'lganini oldin faraz qilsangiz, bu kino bir xil ma'nisiz tuyuldi. Yoki u kinoni ikkinchi qatim ko'rsangiz, texim ma'nisiz ko'rindi. İnsanlar turmuş oldin faraz qilib bo'ldi. Masalan, bir er uy kirdi, uy kirgan keyin ayolning tamoq yeydiganini bildi, tamoq yeb bo'lgan keyin televizor ko'rganini bildi, televizor ko'rgan uxlayganini bildi. Demak, sizning keyin qilgan ishlaringizning hammasi buni sizning oldin farazingiz masib ketdi. Buning o'zi monotonlikni keltirib chiqardi. Mushmun o'zi zerikishni keltirib chiqardi. Nima ish qilsa dastlabki ultash qata. Unda bo'lsa savol paydo bo'ldi. Unda baxtli oila qurg'ilolmamdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Buning uchun biz ma'lum bir tafakkurni, ma'lum bir muhim bir tafakkur bor. Shuni biz o'zgartirish orqali bu har qanday bir oilani, mayl qanday oila bo'lsin, bu amaliyotda oxirga olib borib ketgili tamoman bo'ldi. Hamdolsun yaxshi deb bilaman. Hamsa shu bir obyektni yaxshi tanlab, qanday qilgan vaqtimizda bir baxtli oila qurib chiqqan bo'ldi. Mushtoqlik qilib bersangiz. Mushning o'zida siz bir narsa xato bir parastingizda obyektni to'g'ri tanlab. Nikohda to'g'ri, xato obyekt bo'lmaydi. Bu yerga masala nima bo'lsa, odamning o'zida, masalan, tinchlik deyli, tinch, jimjitlik deyli. Jimjitlik degan har vaqt biz bilan birga. Masalan, bu yerdagi mashinalarning ovozi to'xtasa, odamlarning ovozi to'xtasa, qushqashning ovozi to'xtasa, jimjitlik bo'ladi. Ular kelsa jimjitlik bo'lmaydi. Jimjitlik mangu biz bilan birga narsa. Faqat shovqin tufayli jimjitlik yo'qolib ketadi. Bu shovqin nima? Odam baxt bo'ldi, ammo shovqin tufayli bu yo'qolib ketadi. Bu shovqin zot qanday narsa? Bu dal insonning yashamoqchi bo'lgan, ammo yashab bo'lmagan bir hayoti voqea. Sizning chiqdingiz bo'lmasa, sizda qanday orzu paydo bo'ldi? Sizda bir putumim bo'lsa, yugursam desam. Sizning qalbingizda yugurish funksiyasi bitilgan sizga. Masalan, siz yugurganingizni tasavvur qila olasizmi? Masalan, ikki puti yo'q odam o'zini yugurayotgan holatini tasavvur qila oladi. Demak, uning qalbida yuguradigan iqtidor bor. Ammo uning jismoniy kamchilik tufayli bu iqtidor amalga oshmaydi. Ammo bir narsani deyman, sizning ikki putingiz yo'q holatda yugurmaysizlar, siz yugurmaysizlar, shovqin paydo bo'ldi. Yugurmaysan, nima yugurmaysan? Chunki sizning qalbingizda yugura olasiz, ham intilasiz. Hatto diniy atletkichi bo'lgangiz bor, ammo jismoniy kamchilingiz tufayli siz yugurmaysiz. Unda shovqin paydo bo'ldi. Tinchlik buzildi, baxt. Bu birdan bir usul nimasi? Yugurish. Unda siz qanday yugursiz? Ba'zilar doktorxonalar yolg'on putlarni qiladi, biroq bu ma'qul. Psixikada
qilmay turib qilish deydigan bir xil narsa bor. Yugurmay turib yugargil bulamdi. Yugarmay turib yugargil bulamdi degan bir narsa bor. Bo'ladi. Biz buni simbolik imagination deymiz. Mushunga o'xshash bir da bir xil erotic desire bo'ldi. Erotic desire degan nima desangiz, jinsiy havas bo'ldi. U oiladan boshqa, ya'ni boshqa yot jinslar bilan kurashgisi keldi. Shavqin paydo bo'ldi. Ashni qila oladi, ammo u qilmaydi. O qila oladi, ammo buni bostida odam mush o'ttirsida yashaydi. Qiyg'isva qilmaydi. Qiyg'isva qilmayman deydi. Shima shavqin keldi, jimjilik buzildi. Bu ermo taki ash o'zi ko'rgan, o'zining ayolining sirtiga ash ayol bilan birga bo'lganda, Yakomiz ashning bilan paranglashganda shavqini tugtiman deb o'ylaydi. Ammo u bizga madaniy bir jamiyat yashayapmiz. Ba'zilar uni bosadi. Yo'q, men unda qilsam bo'lmaydi dedi. Shavqin. Undasa ashu qizlar bilan kurashmay turibmi? Ashqil hayotni yashil bulamdi. Demak, bu psixologiyadagi bir cho'ng bosish. Bosish. Shu insonning o'zi qilmoqchi bo'layotgan, ammo qilinmayotgan. Yoshlarda ko'p qo'y. Buning mashina edisi bor, ammo uning hisobi. Uning qalbida tasavvur qila oladi, mashina edayotganini. Ammo uning hisobi sharoit yer bermadi. Unda shavqin paydo bo'ldi. Uning jimjitlik buzildi. Uni aram tepishi mumkin emas. U har xil amallar bilan, ya'ni o'ngshab qo'ydi, o'zini qoyil qilib qo'ydi, balkon ovozini ko'rib nim qilgandek. Yo'q, men mashinaman kerak emas, menga hayot kerak. Yo'q, mening ayolim bor, men uni nim qilsam bo'lmaydi, qoyil qildi. Buning hammasi nimasi? U basmolatlik narsa. Hammasi shavqin paydo qildi. Hech puti yo'q bola. Siz qanday qilsiz? Siz reallik qabul qilsiz. Reallik qabul qildingiz deganingiz ishingizdagi men yana qabul qilmadim uni. Yani sizin yugarganingiz bor. Yani ma'lum darajada siz yani realligingizga bo'ysunmadingiz. Shavqin bilan ishdingiz. Siz balkim buni tashlab qo'yib yezikchilik bilan shug'ullanishingiz mumkin. Muzika chalshingiz mumkin. Yoki bo'lmasa tirish bir ishlarni qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ro'y dunyo bo'yicha yashishingiz mumkin. Demak bu shavqinni siz tugatamidingiz. Buni qanday qilish kerak? Faqat siz yugarganda bu shavqin tugaydi. Heyliq bala mashina neydeganda shavqin tugaydi. Heyliq ayolning sirtidagi ash odam bilan ayol bilan birlashgan vaqt shavqin tugaydi. Deb qaraldi. Amaliyotda buning nurg'unni qiyg'il olmaydi. Puti yo'q odamni unda qilishni ataydi. Ayol va odamning sirti qarishi bu texmo uning nimasiga xilof ish. Shu bir kambag'alning balasining masalan mashina orzu qilishi biroq mashinaga erishamaslik. Paka odamning masalan igiz bo'g'iz keldi. Ammo u igiz bo'lanmaydi. Igizning hayotini u kechirib olmaydi. Ba'zi qizlar odatda o'g'on baldek yashash orzuyi bo'ldi, biroq unda yashamaydi. Ba'zilar har xil. Ba'zani bolasi bo'lib yashag'isi bo'ldi, boyining bolasi bo'ldi. Biroq u yashamaydi. Bu bosma qiladi. U bu shavqinlarni o'zi qoyil qildi, yo'qman u lozim emas dedi. Tasalli berdi. Masalan, siz meni qo'g'latsiz, qo'g'lab meni ko'gidek darajada qo'g'lasangiz u yetisiz. Ammo siz meni ko'ranmagdek darajada oldingizga o'tib ketganda nima deysiz? Men u yerga bag'im yo'q der. Kim qilma u yerga berib qo'ydi, o'tasam yaxshi emas deb o'zingizni qoyil qilsiz. Ammo bu shavqinni siz u orqali qo'lingizni itib olib, shavqin tugdi demaysiz. Nurg'a odam shavqinni qo'lini itib olib tugdi deb turibdi. Amaliyotda bu shavqinni texmo oshirtiramiz. Har qanday bir narsaning X energiyasi bo'ldi, X energiyasi. Masalan, Grekchada inantrodromiya deydigan bir xat bor. Bu yerda inanto degan nima desa, aksi degan gap. Dromiya degan yugurish. Hamma narsa aksi. Bu nima bo'lsa, masalan, mushtingiz qancha jumg'an shuncha ichilib ketadi. Tomokin qancha tashlay degan siri shuncha chekiniz kelib ketadi. Bir odam untay degan siri shuncha esingiz kelib qoladi. Untay degan siri eslab qolasiz. Romeo Julieta effektimi shu. Ikki muhabbatni masalan 2 yoshli muhabbatni qancha cheklagansa rostdek tuyulib ketadi. Shunga oshnidorchilikning haqiqiy muhabbatdek tuyulib ketgan sababi shu. Yushrum bo'lg'ashqa, cheklanganlik uchun. Yo'qimiz o'yda birimiz izdatsiz temi qog'ishni. U kun temi qiz olsangiz bo'ldi, olmasangiz bo'ldi. Biroq temi qog'ishni topolmagan siri
Muhimdek, aşını tapamısınız zaten bir yaram bulap şu günden işiniz bolmaydigandek, teymaklarınız üçep ketken, tuylep ketedi. Ya karakterlisinden gibi var. Yaş boğan san, qeriş boğan ihtiyaç buldu. Qeriğanda yaşlık boğan energiya payda buldu. Bir adam uxlaganda uygun işe qarab energiya payda buldu. Uygangan vaqtda uxlash qarab energiya buldu. Hakomuz bizden Jungo ideologiyasi yin ve yang o'rtasidagi munosabatimiz shu. Her qandaq narsa. Demek bu siz bunu qancha basay degan siri, bu shavqinni qancha yo'q qilaydi degan siri. Ta qachongacha shuni siqib boqchi. Ammo uni qila olamsiz. Ba'zilarini o'tirishib qilasiz. Ba'zi nurg'unlarni qiyg'il olmaydi. Ammo qilmay turibmi qiyg'il bo'ldi. Uyga puti yo'q odamningmi yuguradigan bir xil hodisa. Yugamay turib yuguradi. Buni qanday qilamiz? Mana shu nuqtaga kelganda biz. Demek hozir kishilarda nima bo'lsa bir taraflama hayot kechirish turmushi bor-da, bayatni deganda. Ammo hayotning maqsadi nima bo'ldi? Hayotning maqsadi, hayot deganning o'zi ikkiga bo'lindi. Birisi qilish va mavjud bo'lishdan iborat ikki xil hayot bor. Qilish degan nima? Masalan, siz kim desam, salohiyatingizni birisi o'zingizni qilyotgan ish. Ana siz igdash qilgan mol-mulkingiz. Ana siz tunuydigan odamlarsiz kelib, men mushu deb birsizda. Anda bu siz men qaytirib javob berib, "Yani siz kim?" desam, mijozingizni deyishga boshlaysiz. "Yani siz kim?" desam, o'zingizni bir xil yolg'iz his qilgandek, o'zingizning tuyg'ularingiz. So'ravarsam to'xtab qolsiz. Shu to'xtab qolgan vaqt sizning mavjudligingizni bilasiz. Odamlarda ömrünün şu dastlabida 30 yoshdan burun kishilar hayajon bilan yashaydi. Bu o'ylab tug'ilgandan keyin hayotni kechirish, xuddilikqa tuxumdan chiqqandan keyin hayajon bilan yashash bo'lib, qilishga chiqroq ahamiyat berib, o'zining mavjudligini unutib qoldi. U o'zining mavjudligini qilish orqali, erish orqali erishiman deb har xil usullar bilan buni qondirdi. Ammo nim bilan yashaydi bo'lsa, fantaziya bilan. Yani ömrümden keyingi vaqtida men manda olab ketaman, anda olab ketaman deb oshin seg'inishlar o'tadi. Ömrning keyingi yerimiz bo'lsa, dastlabki yerimini seg'inish bilan yashaydi. O'tmishni seg'inish bilan yashaydi. Olmuş qolgan. Masalan, o xizmatchilar ko'p ishlaydi. Dushanbadan jumagacha, shanba-yakshanbani orzu shanba-yakshanbasi anda qilman deb. Shanba-yakshanba kelganda oplam dushanba bilan juma keldi. Deb shanba-yakshanbadimi yaxshi yashamaydi ahvollar bo'ldi. Demek shanba-yakshanbada dushanbadan jumaga tikiliq pasib tuyg'ular yashaydi. Dushanba bilan jumada shanba-yakshanbadagi fantaziya bilan yashaganda olmush qolgan ahvollar dal nadan kelgan mushkul ahvol. Biz buni nimadan eng yaxshi tushuna olamiz desangiz, Gimini afsonalari deydigan bir mif deymiz. Gimini afsonalari va buningda afsona bor boyat. Zeus'ның bir qo'shkizak o'g'li bor. Buningda ham nim tasvirini bo'lsangiz, Helda deydigan bir ayol, Zeus degan ashlarning bir xil bir ilohi. Uning bilan yana bir yer sharidagi bir odam o'rtasida bir qo'shkizak qoldi Heldada. Bu tug'ildi bu qo'shkizaklar insonning hamda xarakteriga prototip topqar. Birisi yer sharivi, birisi ilohiy kuchga vakillik qildi. Insonning jismi bo'ldi, ruhi bo'ldi. Ikkisi ko'pincha ahvolda og'irlib yashab ketib qolgan. Mush afsonada bular og'irlib bir-birini seg'inish. Keyin bularni biriga apirdi, biriga kelganda yer sharida yashaydi, yana kunanmaydi o'ylaqa. Ruhi dunyoda yashaydigini. Unda aslında ayağa geçti bu elde roy dünya kapırıp koydu. Yer şahırdakisi bunun könenmeye kaldı da. İnsandı mı? Bu şıkınız ağırlık ketken. Cisminden roy. Bir bolsa mağında yaşaydı, bir bolsa mağında yaşaydı. Ama şıkısı bir-birisini sığınıp, elik şavkun içinde yaşaydıgan bir xil. Bunu qanday qo'rqitda birleştirib oldu. Buni dal en ahırda Gimini yulduz barliq keldi. Gimini yulduz degan emas, mushkisini birleştiriblar. Qilish bilan mavjud o'rtasidagi narsani birleştirib. Anıldaki onun da bir xil hayatning ma'nosini, muddaosini, eng oxir nishon. Mesela siz tamoq yeysiz, men sizdan so'rayman, siz nima tamoq yedingiz? Desam siz buni nima tamoq yedi, qo'sqashqash tamoq yedi debla tushundirsiz xolos. Siz demak tamoq yeyishga ma'no bermagan. Nima suv ichdingiz desam, usab ketgach suv ichdim deb siz o'zingizning faqat tenining ehtiyoji bo'yicha javob bersiz menga. Suv ichdagi haqiqiy ma'noni topolmaysiz. Her bir qilayotgan ishingizda bir ma'no bo'ladi.
Shuni siz topolmay, faqat siz yer sharviy asosda o qo'shkizakning bir ismi Qaysar, bir ismi Polikschu. Qaysarning hayotini o'ylaysiz, Poliksning. Demak, sizning har bir qilayotgan ishingizda tanning ehtiyojini qondirishdan boshqa ruhning ehtiyojini qondirgan bir ma'no bo'ldi. Bu ma'noni siz topolmay, faqat bir taraflama yashash usulidan ko'pincha foydalanasiz. Shuning bilan sizlar shavqin yanlamning bo'ldirsa, kuchib ketgan ahvollar. Shuna nurg'a odamlar yoshlab 30 yosh kirgacha shunda xiyoliy tuyg'u, o'zining orzusi emasda, boshqalarning orzusi. Shuni o'zining orzusi deb o'ylab qoladi. Chunki orzuni siz ko'chirsizda. Şu an insan asli tug'ilganda bir xil original. Ama yashash jarayonida biz dalban bo'lib ketgan, o'xshab ketib qolgan, sizcha boshqani g'oyasini g'oyasi. Shu g'oya bo'lish kerak. Ammo nurg'a odamlar g'oyasi amaliyotda g'oya emas. U faqat havas yoki ochiq yoki qiydash, maxluq shaklda ifodalanib qoldi. Shuna odamlarda mushkil narsani birlashtirolmaslikdan nurg'unlagan nim kelib chiqdi desa, shavqullar. Bu shavqullar ularni biyaram qildi, doim ko'ngilni yerim qildi, xato yo'lga boshlab qo'ydi bu yerni degandek. Mushkul ahvollar. Men bir narsani deb ketdim. Har bir qilishga ma'no berish deb. Bu bek muhim narsa, har bir qilishga. Benediktin monks degan bir rohiblar bor. Benediktin rohiblari deymiz. Bular odatda bir kunda 7 qitim o'zining shu butxonasining ma'lum bir uyi bor. 7 qitim kirib ketib 1 minutdan 2 minutgacha o'zini tinchlantirdi. Men mush qilyapman. Nima ish qilyapman? Bu muddasim nima shunda? Deb 7 qitim kirib ketib bir kunda. Ondan yana o'zining dunyoviy ishlarini davomlashtirdi. Bu orqali nima qildi desa, ruh bilan tan o'tirishga bir xil muvazinatni tanishib tura oladi. Bo'lmasa bo'lsa siz qilishga bek intilib ketib, frantik savdolar qilish orqali qilam topaman deb o'ylaysiz. Demak, ular tanishib bordi. Ular tanishib bordi. Men nima ish qilyapman shuni? Deb o'zini tuta olmaydigan qiladigan ishlar bo'ldi. Refleks olib qoldi masalan sizga. O'zingiz bir ish qilaverasiz, ammo nima ish qilganingiz, nima ish qilyapsiz, qilyaptganingiz, nima ish tirishayotganingiz, nima ish nikoh qurganingiz, nima ish shirkat qurganingiz, nima ish shu ish qilyaptganingizni sababi yo'q qilib ketasiz. Nima ish qilyapsiz? Ashdan kunab ketganda. Masalan, yugurib to'xtaygan vaqt to'xtay olmaymi, yugurib ketaverasiz. Sizning maqsadingiz yugurishli bo'lib qoldi. Yugurish uchun yugurib qolsizda, ammo zargiz yugurish uchun yugurmaysiz. Uning yugurish bir sabab bo'ldi. Düşman Benediktin mankerlar, rahiblari mushkul asar qilib o'zini tanishib bordi. Shunlar bir xil aytdi, tampon holatda yashashga odatlangan. Hisoblandi. Shuna bu yerda insonni xushallik tepish uchun o'zing qilish va mavjud o'tirsidagi mush narsani berik degan vaqt. Anandi ekan nurg'un ahvollar kelib chiqdi. Shuna hozir bizning masala nima desa, odamlarni umrining dasbida hayotga so'rab kirmaymiz reallikqa. Umrning o hayotdan chekinib ketadi. Umrning otirpidi-chu desa, hayotga kirib oladi. 35 yoshdan keyin ondan men vaqtim isrof qilibdimi deb boshqacha yana hamlashkisi bayatni degandek olmush. Shu hozirdan yashash, hozirda yashash nurg'a odamlarning qo'ldan kelmaydi. Yakumsa o'tmishdiki bayliq yarlangan balaning qiyofatida, yakumsa u kelgusdagi tasavvur ichida yashaverdi. U hozirdan iborat bir real nuqtani ko'pincha nazardan saqlab qolgan masala mavjud bo'ldi. Nima desa, odamlarga o'zining bir shug'ullanayotgan ishini hech qanday sababsiz, muddasiz, ma'nosiz oshni qilish uchun qildigan. Ahvollar shekilli. Nima bilmaydi. U qilib qanday qilsam xo'sh bo'lmaydi deb. Menga bir dopamin deb bir narsa bor. Men ma yaqin ishlagan deydim, buni tafsiliy so'zlab qo'ygan. Bu dopamin degan nima emas? U qo'zg'alganda mushqiysan qo'shilsa, ashni qilsan xo'sh bo'lsan deb, sizni ashundaq bir narsaga kuchaytiruvchi shayton o'xshagan narsa. Ha, qilsan xo'sh bo'lsan deydi. Ammo siz qilsangiz, qilgansir, yana qilsan xo'sh bo'lsan deydi-da, amaliyot qushaq topolmaydi. Zar chekkanlar shugo. Zar chekkanlarganda dopamin kuchi yo'q, endorfin tuvaylaydi.
Endorfin rahat tuyg'u berdi-chu odamga. Xushal bo'lganda endorfin nima qildi? Ammo zar chekkan sira endorfin tuvallaydi, xushal ulanmaydi. Ammo xushal bo'lsan degan dopamin kuchib ketadi. Shu zar chekkanni qarasangiz ular rahat bo'lib ketmaydi. O xushal burunqi tunji qatim chekkandek xushallik yo'q. Ammo mushun cheksam men xushal bo'laman degan tuyg'u kuchib ketadi. Dopamin kuchib, endorfin ojizlab ketadi aqallar. Shunda davomli chekadi. İnsanlığımı o'zi ziyonli ishlarni o'zini odirdigan salomatligi ziyonli narsani qilayver, nima ish qilsa, mush qilsam xo'sh bo'lman deb o'ylab qoldi. Masalan, shu ayollarning so'set oldiganlar apa. Shunda dukkan kirib qolgandiki bir narsa ko'rgandiki, mush olsam xo'sh bo'lman degan dopamin qo'zg'aldi, oldi olgandiki ko'nglim bo'ldi. Allah men baka qimmat elib oldim deb ayolning 80% qanda bo'lsa, beoram bo'ldi. Dopaminning masalasida. Shuna bu xil bir taraflimlik yashash, hamma narsa bir qilib yashash bexatarlik. Shuna bu xil qo'sh hayotni yashamay, birlamali qutblashgan hayotni yashash bexatarlik. Ba'zilar butunlay dunyoviy yashaydi, qilish bilan yashaydi. Ba'zi mavjudlik bilan kirib oldi. Ro'y dunyoga bilan kirib oldi Alloh. Bulardan shavqin paydo bo'ldi. Masalan, oddiy men misol ko'rsatay. Qarg'alish mashq qilayotgan shikki odamni desak, qarg'aldi-ku. Bundaq ma'u qarg'i tegish taqtis bo'lsa, siz agar ancha bek usti bo'lmasangiz qarg'alishga, iliq tekkan o'q u yoqqa tegib, markaz nuqtaning mana atroflariga tegadi, ba'zilar o'zi tegib qoldi. Bu xatolik-ku. Siz faqat uning usti bo'lmaganligingiz uchun. Ammo siz usta bu qatam, Amma siz usta olgan bilan tapancanızdan ma'u chiqadigan nimasi, no'g'ichi igik bo'lib qolsa. U chaqda o'qnaga tegdi-desa butunlay taxtining material tegi yig'ilib qoladi. Bu yig'ilib qolsa usta olg'achqa, ammo tapancangiz ma'qulolat olg'achqa mushagil tegib qoladi. Bu onindimmi qo'rqinish. Xatolikdim. Shu bir taraflimlik odamlar bilimlik bo'lgansiz ezib ketdi. Şu bazı adamlar qancha bilimli bo'lgansa turmush usul shuncha ezib ketadi. Ata o'yliq bilimsiz odamlar qaraganda ezib ketadi ahvollash. Nima ish qilsa, bayis, bir tarafdan shakl. Ani qutblashgan hayotni, polarized hayotni yashaganlik uchun bo'lib qolgan. Shunga bo'liq. Ma'qul odamlar qaraganda ma'qul odamlarning sodir qilgan xatoligi bekit. Shu ba'zi odamlarni ko'rmajimda. Ular ma'lum narsa shundoq kesib ahli. Amma onun ideyasi uchun bir taraflimlik bo'lg'achqa, bu kasb ahli amli turmushda eng baxtsiz o'tadi. Kasbida yaxshi. Shu kasbida yaxshi, ammo kasbida yaxshi bo'lgan bilan uning hayoti butunlay bir taraflimlik bo'lg'achqa eng azobli qoldiganlari mushkul. Nima qilsa bu bir taraflimlik. Ideyasi bir qatlaga qutublashib ketgan turmushda kechirib qolganlik uchun mushkul hadislar yuz berdi. Şu hayotdagi har bir qilayotgan ishingizga siz chuqur o'zingizning mavjudligini taklif qilib, ma'noni ashdan kirgizib yetishingiz kerak. Buning uchun nima kerak? Bo'shliq kerak. Bo'shliq, ashar bir olmishdigan bir ahvol bor-da, bo'shliq. Ya'ni bunda ochib aytganda, zayotingizning nollik nuqtaga ekilishingiz kerak. Bayatni degan bendikning rioyatlari nol nuqtaga ekib turib, men qilyapman. Men bunda qadam, men mavjud. Mening maqsadim, ma'nam ma hayotimning. Endi qilayotgan ishim bilan shu hayotlik ma'nisi birga keldim-kelmadimmi? Deb ash nol nuqtaga kirib kerak. Munjur qadam cho'sa, qilish bilan qilib, nol nuqtani topolmagan ahvollar darmish shaklni qilayotgan. Alimalim, bu nuqtani mana yaxshi yo'ritib berdingiz. Endi yana bir nuqtadan so'zlasak, masalan, hozir shu oliy maktab o'quvchilari o'qishib turadigan vaqt qoldi endi. Şu o'qishib bitirishi az qolgandan boshlab xizmat ehtiyoji endi tushib, ular xizmat izlayotganlar ko'p uchraydi. Masalan, praktik jarayondan boshlab xizmat ehtiyoji tushib. Shu jarayonda ular nurg'un qiyinchiliklarga, besimlarga uchraydi. Shu jihatlarni psixikadan ular qanday bir yordam qilamiz, shu to'g'riliq bir tushuncha bergansiz. Bo'ldi. Men o'tganda bundaq bir referendum chiqarib baqdim. Referendum deganda nima desamiz psixikada tadqiq qilishning usuli bo'ldi-ku. Birisi laboratoriya tajriba yaparmiz. Bu ham bizning uskun bunda sharoit yo'q ham. Yana birisi selishtirib tasvirlaymiz. Masalan, oila cho'ng bo'lgan bolalar manda oila cho'ng bo'lganda biz tekshirib selishtirib. Yana birisi tasvirlash orqali qilamiz. Tasvirlashning ichida masalan qog'ozlarni taqib kishilarning
kollektiv ongni sinab boqamizda. Masalan, yüzdek, mingdek odamlarga ma'lum bir savol ishlatish orqali bularning shu ko'z qarashini ko'rib boqamiz. Men mushkul bir narsani chiqarib boqdim shu o'quvchilarga. Bular bunday savol soldim. Yaxshi o'rgansa xizmat bor. Qo'shilamsiz? Qo'shilaman. Toz qo'shilmayman. Qo'shilmayman. Degandek mushkul savol. Buning da hamda 60-70% balda qo'shilmaydigan. Yoki toz qo'shilib ketmaydigan. Bu nimani keltirib chiqyapti? Nurg'a odam yaxshi o'qisa xizmat yo'q degan bir ideya kirib qolgan. Bu tubdan xato narsa. Bu nimani keltirib tursangiz, ular shunday yaxshi o'qimaydi. Shunday bular xizmat topolmaydi. Xizmat topolmagandan keyin bularning dastlabki qo'ygan farzi kuchayib ketadi. To'g'ri ekan deydi. Bu miras qoladi. Kollektiv bankiga miras qolgan narsa. Bu keyingi bolalar texmi plattek paketdek. Bir narsani o'ylansa, bular yaxshi o'qimagach xizmat yo'qmi yoki xizmat bo'lmagach yaxshi o'qimatamdi. Men sabab natija munosib olmish qolgan. Amriyat bu xato. Biz Sunukun degan film ko'rganlar. Sunukunnikida Angishtar degan xat chiqdi. Bu angishtarning ichida ba'zilar qapoq, ba'zilar un xaltasini angishtar deydi. Bir xalta u. Ammo nima angishtar? U dunyoda birli bo'lg'ashqa shu vaqtda angishtar bo'lib qolgan. Amaliyotda bu yaxshi xizmat yo'q bo'lgan ish yo'q. U yetarli yaxshi o'qiyolmadi. Bu jamiyatda yaxshi odam ko'p. Ammo qolsa da emas. Shun bizga hozir masala nimasi? Normal yaxshi odam emas, qolsa odam kerak. Qolsalar bo'lmagandan keyin xizmat topolmaydi. Shundan bo'ladi bir xil tayini bilish. Jungodan iborat bundaq cho'ng bir davlatda bunda g'oyat zo'r nupsni xizmat o'rlashtirish degan bu zo'r muvaffaqiyat. Bu mis ko'rilmagan tarixdimi? Ham bundan keyinmi hech qanday bir davlat bu xil utuqqa erishamaydi. Nupsni yilmi nurg'un balalarning ish o'rilishining o'zidan bir g'oyat zo'r natija bu. Amlit bir yosh avlod davlat tayinish emas, u o'zining davlatga kuch chiqarish kerak aslida. Har bir fuqaroning majburiyati bu. Ammo hozir yoshlar nima bo'ladi desa, o'lnish. Ularga o'qish sabab tayinish uchun o'qiyotdi. Bu to'lama bir xil pas bir ideologiya dalmishadi kelganda. Bu echinarlik shuma. Bir yoshning bularga ideologiya echinib ketsa bo'ldi. Bir yosh as tug'ilgan tartib o'zining davlatining yukini yengillatishga, yukini oshirishga emas, yengilitish uchun tirish kerak. Ammo hozir bo'lsa, xizmat meni davlat o'rlashtirdi deyotganki. U men qaysi qobiliyatim bilan men nima ish qilib beraman demay, men bir yoki o'rlashtirib men shuna qilish kerak deb o'yladim. Shuning bilan bu yaxshi o'qimay yaxshi xizmat yo'q, ondan uning dastlabki farzi kuchayib ketdi. Shunga yaxshi o'qisa xizmat yo'q ish yo'q. Har qanday soha qarasangiz, shirkat, davlat organi, yaxshi odamning har qanday xizmat tepadi. Dal bayotniqdek ideyada juqumlangan odamlar bo'lsa, mushkul ahvolda. O'qimasin bo'ldi ekan. U nima o'qishni bilmaydi. Uni o'qishni maktabga berib chiqishni o'qish deb o'yladi. U maktab kirib chiqish bilan kitobni ko'tarib, so'mkaga selib elish bilan o'qish u ayrim narsa. U o'rganish degan boshqa bir narsa. Inson o'rgangan vaqtda, uning bir xil tortish kuch paydo bo'ldi. Siz o'qigan odam qarasangiz tortilsiz unga. Demak, xizmatlar buning tortilib keladi. O xizmat izdamasin bo'ldi. U izda tortib kuch paydo bo'ldi uni. Shu kuchni barliq keltirolmadi. Nurg'un yoshlar qarasak, faqat ijtimoiy axlat. Uning hech qanday qobiliyati yo'q. Uning hayot qilish iqtidori shunchalik to'van. U hamma ishlarga reaksiya berdi, inkos bildirilmaydi. Pishkellik kaslar reaksiya qilib, ziyankesh qushuvchiga aylanib oldi. Uni hal qilish usulini inkos bildirib buningdan qo'polmaydi. Mana bu nima bo'lsa, resiliencening to'vanlik. Resilience degan nima emas, asli kelish kuchi to'van. Ba'zilarning immun kuchi shunchalik to'vanki, ular asli kelolmaydi. Mushada zukam virus bor desak, hammamiz zukam bo'lib qolmaymiz. Bir kishi zukam bo'ldi, immun kuchi to'vanlari. Demak, psixikadimi, jamiyatdimi o'xshash bir xil ahvol ba'zilar jiqtiydi, ba'zilar ta'sir qilolmaydi. Jiqtanmaganlar immun kuchi kuchli, asli kuchlar kuchli. Jiqilib ketganlar asli kuchi to'van. Mush nimadan?
Ama ishni yoshlar bilish kerak. Shu yoshlar birinchi bo'lib nimani shakllantirish kerak desa, men o'quvchilarimga ta'kidlayman. Bir bola qancha yosh bo'lishidan qat'iy nazar 35 dan 40 yoshgacha bo'lgan mushu odamlarning psixikasini shakllantirsa, uning psixik yashi bo'ladi odamning. 35 dan 45 yoshga bo'lgan odamga teng kelasizlar, u yosh qutqazib ketadi. Agar bu psixik yashini barliq keltirmaydi, men bayatim degandek qutblashgan hayot yashayapti, o muvaffaqiyatlanmaydi. Ma'lum darajada qozongan energiyasi xo'rab ketadi. Şu an yaşlardaki bu xil ko'zqarash butunlay xat. O xizmat degan unutib ketib. O o'zini shunda qilib bayatni sunukuni kerak. Yani bir xil angushlarga aylantira olsa, uni biz izlab yurimiz. O qechib yursin izlab yurimiz. O mashina motorga o'xshaydi. Agar uni o'rgangan narsa mashina sirga o'xshab qolsa, bu sir degan bo'lsin bo'ladi, bo'lmasin bo'ladi. Chunki biz qaytadan o'rnini dastlab talaymiz. Şuna bundaq ballarning xizmat tepish ixtiyor tuvan. Masalan, 4 odam o'xshash ixtiyorlik bo'lsa, buning uchun birini elish to'g'ri kelsa, u lotereyaga o'xshash tanlandi. Agar bu bal 4 ning ichida hech kim yo'q ixtiyor bo'lsa, u tanlashimiz 100 bo'ladi. Unda qilmay o'zini 1000 odamning ichiga selib olib, bu 1000 odam o'xshaydi endi. Ma bo'lsa bo'ladi bizga. Ma bo'lsa bo'ladi. Shunda bir epaqimiz bir chiqdi, qag'in qoldi. Şunlar onunda bir xil xizmat yo'q deb og'rindigan, hatto hukumatning og'rindigan ahvollar. Men bayatim dedim. Allı burun davlatimiz eng yuqori darajada xizmat o'rlashtiryapti. Ham o'rlashtirib kelyapti. Bu to'lim zo'r utuq bu. Siz de statistik qilsangiz bilasiz, nopsini statistik qilsangiz g'arib tomon Gretsiyada hisob kirish bo'ldi. Qarab baqsa yetib ketgan davlatimizning xil yaxshi ahvolda. Şu an bunun gar güzel. Adem sıtkın. Psixik bir ahval var qarang. Adem o'zining ufqini yüzden mag'lubiyatni sirtqi muhitdan ko'rdi. Masalan, siz men chirog'ni o'rnating desam, o'rnata olsangiz, ajab o'rnata oldim deysiz. O'rnatamsanizlar, chirog'ni ochar ekan, chirog'ni chuqur bir chataq deysiz. Intam shu. Intam yaxshi versa, yaxshi tayyorlik qilganligim uchun yaxshi berdim deydi. Agar intam shunda Alloh beramiz, bu yil intam bek tasdiq etibdi. Ama kişilerin gözetkende yani eksi. Başkan ufukunu muhittin görses, bunun dadısı bayit edip durvalsız. Şunda mağlubiyet kazangan bu şu eski nimit bu orun tulsa dep eksi bok ketken. Biz buna adette observer expectancy bias deymiz. Bu xil bir taraflılık köp. Şu an yaşlar muş narsani bilish kerak. O xizmat unutib ketib, o'zini kuchlandirish kerak. O parlab chiqish kerak. Yoki mesela Malcolm Gladwell'ning bir asari bor. Binafshanlik qiladi. Hech kim o'qishmagan vaqtda ishlarning diqqat qilish boshlaydi, uning ehtiyoji bor. Mush individuallik nima joriy qildirish muhim deb o'ylaymiz. Demek mesela bu şu ballarning o'qiyotgan jarayonida o'zining boshqalar yo'q alayliklarni to'g'ri. Cho'qim joriy qildirib, o'zini yetishtirib, qolgan deganda psixik 35 yoshdan qarash. Odamlar nihoyatda mukammal holatga yetilishayotgan holatlarimizda. Haliqi hayotidagi nollik nuqta bordi. Bu 35-40 yosh nima desangiz midlife crisis yuz berdi bu. Bu qattiq xatarlik davr bu. 35 yoshdan 40 yoshgacha odam qanday bo'ldi desangiz butunlay mahanish binkoy deymiz. Ro'yibda bir o'zgarish bo'lib, hayat ma'nosi tuyuldu, ayolimi ma'nosi tuyuldu, balchaqasini tatib, hammaning ma'nosidek turib, 35 yoshdan 40 yoshgacha eng odamning buzilib ketgan, zariq mavlab qoldigan, o'zini bilinmaydigan, o'lim qarab ketib qolganligidan vasvasa uchadigan bir davr o'ttirayot kirisi deymiz buncha. Haliq 0.7 keladi. Uning butun 30 yoshgacha bo'lgan yashagan xiyoliy dunyosi butunlay reallikka aylanib ketgan vaqtda u eg'ir darajada umidlanib ketadi. Çünkü kutuplaşkan hayat yaşamak için. O 0 yaştan şu 30 yaş kirgacha hayatını o'ylayolmagan. Bu kunga o'xshaydi. Kun chiqadi, parlaydi. Kun 12 tik bo'g'icha siz yo'ruqliqi bo'lgan ehtiyojingizni bilmaysiz. Menga yo'ruqdek tuyuldigandek tuyulib ketadi. Shunda 12 dan tushib ketganda Alloh ma qarong'i tushgich ishimni qilib olay deb oldirib ketsiz. Men nurg'a odamlar 35 yoshdan keyin qarong'i tushgich ishimni qilib olay deb jiddiy ish bitdi. Әмет қараңғы ішіні қылып алмайды, ашының мә мәнісі бар.
Aşınыңmı onda olsa kun bunda bo'lgan nima ish qildi? Aşınыңmı bir qiladigan ish bor shu vaqtda. Amlet u bu ishni qilmay, heliq 0 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qilmagan ishini ma'noni qilaman deydi, oldirapla tizli qarang tushib ketdi. Mushada bir deyapman. Shuna men bu yerda bir deb o'tib ketdim. Baxt izlash degan. Nurga odam baxtsizlik havas qilib baxt izlaydi. Bu nimaga o'xshaydi? Bu dengizdan jing izlaganlik emas, jingdan dengiz izlaganlik. Chunki dengizdan jing izlash ters bo'lgan bilan qiyg'il bo'ladi. İmkoniyat bor. Rasli jing dengiz uchib ketsa, mana men shaxsan izlab tepish ko'zamaydi. Ammo xatosi jingdan dengiz izlash bu mumkin emas. Nurga odam ana shunda kunni hayotni kechiryotgan. Şuna bu balla dastlabki şu reallik tunib ketish kerak. 35-40 yoshda tunib bunkuy bildigan holatni olli burun bilib bo'lsa, onda qorang uchib ketgich qilib oldigan ishlarni anaqa qilishga boshlaydi-da. Onsa men ma'lum siz nayt ko'p kitob o'qigansiz. Ammo shu ko'p kitob o'qishning foydasi to'g'riliq yana bir qisqa so'zlab bergansiz. Endi shu anglashlar qaraganda Yahudilar mesela heptide mesela bir kitap doğru keldi ekanda o'tirdi. Ama bana 3 kunda bir kitap doğru keldi. Men 3 kunda birini qo'yaman. Nima ish qo'yaman? Sizning ishqil tanlashingiz va hayotingizni ma'naga ega qilishni. Birisi hayotingizni o'zgartirish. Chiqadan mushin tanlaydi aslında. Yana birisi hayot bo'lgan ko'z qarashingizni o'zgartirib turish. Mening uyimning oldida bir daraxt bor. Ben kunni bu daraxt qarayman. Bu daraxt qarab bugun shu daraxt qardim. Atsim shu daraxt menga o'xshash ko'rinsa, demak mening aqliy taraqqiyotim tuvallabdi deb o'ylayman. Agar men har bir kuni daraxt qaragan vaqtda daraxt menga boshqacha ko'rinsa, mening aqliy quwwatimning taraqqiyotganligi demak. Menga da 10 milyard, 100 milyarddan ortiq nerv hücresi var qarang. Çılanga o'xshayman, çılan. Menga da 100 milyarddan ortiq nerv hücresi var qarang. Neyron deb atildi bular. Men qo'limdagi maslamat çılanni ko'rdingiz, ha? Bu tug'ilgan vaqtda bu nerv hücreleri ayrim bo'ldi, bir-birisidan tegishmaydi bular. Odatda. Bunda ayrim turda. Ammo sizning ko'rgan bilganlaringizning ko'payishiga bular birlashib boshlaydi. Masalan, alma desem, alma desem herkes alma deplam ketmeysiz, almanın şekillerini oylaysiz. Atirgül desem, kızıl rengmi birlik halınız kilitde, ben sizde renk soğumayım bu mesela. Atirgül desem de kızıl renk. Demiş kalsa, siz atirgülünü köygende atirgül, kızıl, neyron kızıl, puraklık da 3 neyron bırakla, firing deyimiz, partlap, 3 birleşip gidiyordu. Şu an siz kızıl dese atirgül yadınız kek kaldı. Atirgül okşaydıgan purakını Purap qalsınızmı atirgül yadınız keldi. Atirgül dese aşık barlıq keldi. Demek nurgun narsalar bunda birleşip ketken bo'ldi. Sizning ko'rgan bilganlaringiz, o'qoldiringiz qancha ko'p bo'lsa, buni Aristotel contiguity deb atgan. Contiguity deganimiz birlashish deb atgan. Bugungi yangi zaman psixologiyasi biz buni firing, birlashib o't elish deb ataymiz. Shunga 100 milyard neyron o bekchiq narsa. Qancha bilganlaringiz jiq bo'lsa, shuncha ishlarni siz bir-biringiz ula olaysiz, ma'nosini topa olasiz. Bu neyronlar bir-birisidan aşındaq ma'no bog'lab ketadi. Shu uqa vergen, ugni vergen 100 milyard narsalar birlashib ketsa, bu ajoyib kuchli narsa bo'ladi. Uyushib ketsa. Bo'lmasa bo'lsa, bu taqolat tafakkur bo'lgan ketdi. Qancha uyushtira olsangiz. Bir nuqtada o'ylayman. Shunda taqolat bo'lib qolsiz. Shunga bek bilimli odamlar, shundaq bir nuqtaga borsiz siz, ma'lum bir nuqtaga berib ketsiz. U vaqtda siz hammadan kunni ko'rib turadigan narsalardan hech kim ko'rolmaydigan narsani ko'radigan bo'lib ketasiz. Hammadan anglab turadigan oddiy narsalardan hech kim anglayolmaydigan narsalarni siz anglay olasiz. Shu shikil hayot shakli bor. Birisida siz hech qanday narsaga hayron qolmay yashaysiz. Bunday alam. Yana bir xil yashash shakli bor. Uningda hamma narsani mo'jizlab yashaysiz. Mana bu sizning neyronlaringizning ulashqanligining foydasi. Mana bu jiq narsalar ko'rganlikning foydasi hisoblanadi. Shunga psixikada eng yaxshi to'g'ri nima bo'lsa, ko'p o'qish, ko'p bilimlik
bo'lish. Bizning xalqimiz kitobga o'chamas. Kitobni yaxshi ko'rdi. Ammo shu yurgi bag'ida kitob topolmadi. O kitob yaxshi ko'rmaydi emas. Toz yaxshi ko'rdi, bilim shundoq tashna. Ammo uningga loyiq yaxshi bir kitob yo'q. Yoki bo'lmasa yurgi tavrit alaydi. Ashning kaldisi. Mesela Ali Malim, siz hozir 3 kunlik bir kitap o'qiyman deb qo'ldingiz. Shundaq nayt qisqa vaqtda kitap o'qisangiz, ko'p kitob o'qisangiz, hazm qilsangiz qanday bo'ladi? Hazm qila olasizmi kitobni? Kitob degan bir o'g'it bu. Pok bu. Siz o'g'it yemaysiz, hazm qilmaysiz. Ammo uni etizga chachsiz. Bu o'g'it bo'lmasa, bu pok bo'lmasa, sizning terigan bug'doyingiz yaxshi o'smaydi. Ama onu yivarsınız, siz zehirlensiz. Ama şu kitap boğanda siz terigan buğday sizin yaxşı, suluk, dallar çoğun çıkıdı. Şu kitap men üçün uğut, men onu hiç qaysi hazm qılamayım, yivanmayım. Bırak onu terip, men üzemden bir ziraatın terip, aşını mollaştırışçıl çıkın ben. İdeal men üzem tapım ben. Ama onun için uğut men nereden ekilmem deyende kitapını ekilmem. Şuna bu ikisi bir kadar taraf. Şuna kitaplarda hiç qanday hakikat olmaydı. Hakikat badi iş gelse, onun da fakat psikik hakikat. Qanday kitap yaxshi oldu? Hazırki şu edebiyat sahası nima yüzüne batıdı? Edebiyat sahasında stilistik vasıta, obrazlardan ollu burun vazgeçip etti. İnsandan, men bayat degandek, öz inkar qılıp atkan bir qarang joyi var. Bir sahiba, şunu tartib qilish, inson ichki qalbini bilish, mush orqali yozilgan asarlarda anındikin bir psixik haqiqat bo'ldi. Biz buni afsonalardan, hikoyalardan, dastonlardan ko'rib, shuni topa olsak biz topa oldik. Bo'lmasa, qolgani u pokit emas. Mayli tarix to'g'riliq yozsin. Mayli u stilistik vasıtlar muhabbatni tasvirlasin. Bunun hiç qaysi o ömürlük kişilerinin jürkiga onda su berib bermaydi. Şu bir şikil yazgıcı var. Birisi menga yazgıcılab o'tib ketadi. Yan bir xil yazgıcı o yezib eng oxirida yezilg'uchiga aylanib ketadi. Mana yezilg'uchiga aylanib ketgan odamlar haqiqiy yazgıcı hisoblanadi. Bayatın degan uchundir. Yezish uchun yozsangiz bo'lmaydi. Gap qilish uchun ba'zi odamlar bor. Gap qilish uchun bir gaplarni qilib qo'ydi. Ma'nsiz, zo'rlab. Yezish uchun yozmaymiz. Yezilg'uchi bo'lish uchun yozamiz. Yezilg'uchi uchun yozish uchun qanday qilish kerak? O insonning psixikasini g'oyat zo'r ta'l qilish kerak. O'qiyotganda shuni bilalish kerak. Shu vaqtdan biz kishilarni tabiiyla kitap o'qishga so'rab kiramiz. Siz uni kitap o'qi desangiz, uning yiliqi qalbiga birisi yoq deb u video qilaverdi. O qasddan bo'pti kishilarga yaxshi ko'rinish uchun yoqimiz majburiyat o'qib qo'ydi. Ziriklar. Bu xatodir. Uning bir psixik haqiqat bo'lsa, uningki cho'nqir kishilar aslında huzurlandi. Tabiiy uning singib kirdi. Alimim ayt yaxshi ko'p temlar qaramashdoq. Bu psixik degan ayda bir cho'ng bir ilm. Bu psixika yana nimalar bilan munosabat yana bir qanday bir tadbiqlab qo'yish tegishli eskartish yana nuqtalarga mushta to'g'ri so'zlab berasiz. Psixologiya har qanday bir bilan munosabat var. Mailsiz yozuvchi bilan bayatdi. Siyosiyon bilan, karxanchi bilan. Texmo'yin. Chunki karxanchi degan psixik bilan bu map qazangan karxanchi ko'rsangiz, yo psixik yaxshi uning, yo boshqalarning psixik tushunadi. Mushkisdan birisi va 60%dan 80% mush rol o'ynaydi. Doktor texim shunday. Chunki insonning qalbi bir xil psixiklik, bir xil kuch bo'lsa, uningdagi immun kuchi, jo'shi bor deb qo'yamiz, maxsus soqchi hujayralar bor-ku bizning badamizda. U qo'zg'atgan vaqtda ondan odamda kasal bo'lmagan ahvollar kelib chiqadi. Iqtisod texim shu. Bugün dünyadaki neuromarketing degani shu. Neuromarketing degani esa nevro bozor ilmi. Ama shundan foydalanadi kishilar. Qonunda texim shunda. Mesela hozir paydo bo'layotgan neurolog degani nima esa nerv qonuni. Mesela siz jinoyat o'tkazdingiz, siz uni cho'qim men bilmay qilibman deysiz.
Burun an'anaviy usulda sizni so'raydi, rost bilmay qildingmi deb so'rayverdi. Bugungi dunyoda sizning geningizni tekshiramiz. Sizning geningiz jinoyat geni bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, siz qasddan qilibsan deymiz, so'libtimiz. Agar unda gen bo'lmasa, bu tasoddifiy qilibdi deymiz. Siz shunga loyiq jazo beramiz. Neurolog. O'qituvchilik bu texnikidan ayrlanmaydi. Ota-ona bundan tek ayrlanmaydi. Demak, bu hamma soha kirib ketadi. İlanchilikni o'ylaylik. Men bayatım bir narsa deb ketdim. Siz o'zingiz yo'q narsani boshqalar bo'lganda havas qilsiz dedi. Siz ilonda bir odamni ko'rdingiz, ha? İlan bir odamni ko'rib havas qildingiz. Oshning o'ylanmoqchi bo'ldingiz. Biroq uni o'ylanmaysiz. Unda qanday qilsiz? Chuqum siz u ishlatgan narsalarni ishlatasiz. U kiygan kiyimlarni kiyib baqsiz. Osh orqali oshning o'ylangan bir xil shuningdek ehtiyojingiz qondirilgandek his. Kasallik texib shunday. O'tganda bir qiz keldi. Onunğa gulning purqi reaksiya berib qilganda shunda eg'i ekan. Shundan bu qizlar ko'rishdi men. Ishxonaga keldi. Ishxonaga kelib kiribla ishxonada jiq gullab. Gruplar burullar degan potlar, ko'zlar degan yoshi qizirib ketdi ekanda. Tillab ketdim men. Siz bilib turib buni nima ish qo'yib qo'ydingiz deb men liq to'shtirib etgan. Voy xaponmang deb Madorni isingiz saqaysiz deb ham bir ishxonaga kirib, dori berdim, saqaydi. Ana so'di, nima bunda qildingiz deb. Unda siz gulning yana berib tutib ekan dedim. Badi tutib qo'yib yolg'on gul ekan qo'ydi. Amlet u ishxonada gul yolg'on gul. Amlet bu qizga reaksiya berayotgan narsa puroq emas. Gul emas. Balki psixikalik rol. Shu ashni ko'rsam, men ashunda bo'laman degan bir xil tuyg'usi badanda analikan resmiy kasallik inkasini bildirib atgan. Ama yegan dorisi u quruqmiz. Quruqmiz degan nima desangiz, suvni bir kristallab, bir dori o'qishni qo'yamiz, placebo deb qo'yamiz. Faqat psixikalik roli bor, bo'lmasa shu digital suv yegandek. Demak, bu qizning kasalligini psixikasi paydo qilyapti. Saqaytqinimi? Ya'ni psixik saqaytadi. Dorilar yoki suyadagi gullar munosib. Ben doğru yedim de özgür deseydim. Psixik. Şunda olan keseler doktoran kırıp sakayıp kaldı. Nimesi? Şilizoyon deyimiz. Psixika fonksiyası pek rol oynayıp gitti de bulandı. Şu hazır mı şu, bazı mı şu hazırlıkı erlerinin bir kesil peyda aldı. Mez bizde dedik. Bu degen tipik psixik kesel bu. Psixik lam kesel bu. Psixik sakaysa sakayt diyor ne. Hatta ondak bir kilinkidimi undaq bir aniq o'zgaradigan ish yo'q. Maziz bo'lib qoptiman deydi ekan. U hammadan bo'ladi, bo'lmasa odam bo'lmaydi, er bo'lmaydi. Nurga odam kallasi kirib elibla bir xil vahim shakllanganda shuni bilan buni o'ylagandikilar, o'shunda alomat darhol bayatning aqizninkidek potli saqlagan, ko'z ras osh alomat bo'ldi. Uni dori yedi, dori xuddi bayatning degan psixik rol o'ynagandiki, uni darhol saqaytib etgandek tuyulib qolgan mushundaq bir xil alomatlarni mushunda kelib chiqdi. Masalan, siz yurkim ajab suqab ketib bor desangiz, yurkim shundoq suqab ketgan his qilasiz. Bunamiz psixik. Mana shu ma'vo Jane Driverning bir nima 40 million dan setilib ketgan bir kitob bor. Aslında bir rak kasalligining saqayganligi. Armstrong nima shuga, Armstrong ma ba'zi chempion. Shuningda mi psixiklik narsa ko'p so'zlangan. Demak, psixikadan kishilar bugunimiz atuganimiz 10 yillik, 10 yillik 20 yillik. Cho'qim o'g'indi. Bu nurg'un narsaga chetib ketdi. Hisob chetildi, hisob ilmida ajoyib chetildi. Hisob ilmida bir xil psixik bor. Sodi texim chetildi. Men ne sodigalarning bir-biridan sodi qilishim qilib bo'lib ko'ngil erishib ketganini, shundoq besim isib ketgan. Iskan. Tan tarbiyachiligining arqandig'ining bir psixika terneri bor, yüzlar. Dinshunoslar texib shundoq. Dinshunoslar psixikamiz texim bo'lmaydi. Ne olimlar bor. Naşla ügündü. Bu psikoloji hem bu pek mühim bir fen hesaplandı. Ali Malim yakında benim psixik meselelerim namlı plastinka bazasını tuttu. Muşu plastinkani işlep bazası selişki maqsadınızı bir şunda koyamısınız. Hem de bu 8 plastinka bu bunun birlam qilgan. Çünkü onu birini ko'rgan bilan nurg'un odamlarda to'liq tushuncha bo'lmaydi. Nurg'unlar so'da endi. Mush orqali biz nurg'un javob topamiz. Men dedim.
Bunun cevaptan bekerek sual tapsızlar. Bu sual tepildi. Çünkü siz 20-30 yıllık yaşavatkan bir xil bayatın kompleks dedik. İdeya kompleksida yaşayotgan odam o'xshamagan bir kompleksni ko'rganda, o'xshamagan bir xil yashash seximiz ko'rganda albatta tunjisi sal beorom bo'ldi. Xotalaqa sizning turmush odatingiz buzilib ketgandek. Chunki har bir odam o'zini eng aqlli o'ylaymiz. Shon bu day nima degan vaqtda bu day bir paket bu. Bu bir subjektiv hissiyot emas bu. Buning day deyilayotgan mexanizmlar, effektlar, psixik hodisalar, men qiyos chiqarib qo'ygan yoki hayajonda uxlab qo'pab yezib qo'ygan narsa emas. Bu isbotlangan paket narsalar bo'lg'achqa birsi bu nurg'un odamlar turmushda belgilik darajada ta'sir qildi. Bo'lib qo'yish, farzand tarbiyalash, irodasizlik hamda bu umumiy universal kesib. Nurg'un odam buni nimadan ko'rsa, muhitidan ko'rdi. Men shunda menda tug'ilib qolgan, men da olgan. Hamda buni hammasi bir xato ideologiya. O'tganda bir nimada so'zlab qoldim leksiyada. Eng boy qabristonlik. Chunki qabristonlik nurg'un echilmagan talantlar, nurg'un ishlatmagan qobiliyatlar shu peti kumlab ketgancha. Ammo tashin tatib chiqsak, ne talant, ne doktorni, olimlar bor. Ammo ular uni echib chiqarmay, bevosita shaga kirib ketgan. Shuna bu plastinka orqali iroda. Nimish irodasiz bo'ldi? Qanday irodalik bo'ldi? Araylar munosabatidagi masalalar. Anonda ekanmish qiliq shakllanish. Hozir qiliq bor. Qiliq degan masalan, to'g'ri xumavlab qilish qiliq, zar xumavlab qilish qiliq, anaga qiliqsizlik qiliqlar bo'ldi. Bu nima shakllandi? Bu men maxsus bir deydi so'zlab tushundim. Men shu orqali bolalarda qanday qilib qiliq shakllandi? Qanday qilib uni o'rganishga amroq qildi? Qanday qilib kitob o'qishga amroq qildi? Qanday qilib adabsizlik tuyatga bo'ldi? Bu to'g'ri. So'zlab yana bir hamda birisi bor. Ilmiy o'rganish usulida. Ba'zi bolalar tirishadi. Ammo to'g'ri tirishmasangiz, yana tirishganingizda hech qanday foyda yo'q. Masalan, siz ishni topolmay, tamga o'zingizni urib, meni siz tirishdingiz. Ammo siz ishni topolmagan ekan, tirishganingizda natija. Shu buningda men maxsus mening as saqlash qonuni orqali qanday qilib as saqlashni ashul bo'ldi. Chunki buning bir qonuni bor. Biz buni albatta Ibn Xavsning unutilish chambar orqali tafsiliy tushuntirib qo'ydi. Yana birisi hayotning 3 ma'no. İnsanın qalbidagi 3 ma'noning o'rtaq funksiyasi orqali ma'noning borligi. Ba'zi odamlar birli ma'noda yashab qutulib ketgan, yan bir ma'noni o'ylab qo'ymaydi. Shundan o ahol 3 ma'noni so'zlaydi. Yana birisi hamda mikroterapiyada ba'zi modulatgan bir psixologiya. Bu nima desa, odamlarning gapining odatda 60-70% yolg'on chiqdi. Yolg'onchilik eng nada elib berildi desa, media qurollarida eng yolg'onchi masalan Veyshin undidarda bir odam paranglashayotganda yolg'on so'zlash nisbati yuqoriladi. Yana birisi telefondami bu tabiiy yolg'on so'zlash tez bo'lib ketadi. Demak, shunday ahvolda qanday ahvol biz bilamiz. Chunki biz ba'zida turmushda kishilarning rostga muhtoj bo'lamiz. Biz shuni qanday qilib topamiz? Chiroy ilmi. Ani gap so'z orqali buni eshib qo'ygan. Yan birisi hamda kognitiv psychology, bilishsizlik to'g'risida ma'lum narsa. Demak, shunday 8 xil temada yuritgan. Hamda buning ba'zilarga hamda men rasmiy o'ylagandek chiqmagan plastinkalar bor. Ba'zi men o'ylagandeklar bor. Nima bo'lmasa, bu kishilarning hamda psixik iborat narsaga tunji qadim. Bu ammo bir oxirlashning boshlanishi emas bu. Bu bir boshlanish. Bu bir pasib boshlanishdan oxirlanishi. Pasib boshlanish degan nima esa, bir xil qutublashgan, komplekslangan bir turmushning oxirlashganligining boshlanishi. Mush orqali men bundan ketdim. Ikkinchisi, uchinchisi. Har xil kitoblar. Men dedim bu o'g'it bu deb. Bu sumirmanmaymiz. Ammo bu bo'lmasa bizning terganimiz chiqmaydi. Shu bunga obyektiv muomala qilish orqali qildik. Shu buning maqsadi nima desangiz, masalan men ba'zi maslahatlarni bersam, kishilar tushunmay qilyotdi.
to'g'ri, eng to'g'risi bor-ku asli. Uni tal tushunmaydi. Nima qilsa orliqda bir bosqich kamda. Shunga ma'de meni gapimni tushunish uchun ularning ma orliqni selib etsak, keyingi resmiy narsalar texmanda tushunaladigan bo'lgan gap. Siz bu vaqt balaga kuyinib, onunga sho'rpa bersangiz, gelib kuyib qoladi-da. Bu vaqt balaga sho'rpa bergim bor. Ammo bu vaqt bala bo'lgandan keyin og'zi kuyib yaralanmasin-da. Uning bulmoq berdi. Shu bu dey meni xalq sungan bulmoq. Sho'rpa emas. Resmi sho'rpani berish uchun shu aldirmay cho'ng qilmasak. Ali madam yuqoridan aytdi, ko'p temalarda shunday yaxshi munozaralarni, shunday yaxshi bir fikrlarni so'zlashib o'tdik. Biz sizning bundan keyingi planlaringizni, nishonlaringizga meni stordashlar texnik ko'ngil bo'ldi deb qarayman. Siz bundan keyingi nishonlaringizni, planlaringizni oxirida bir qisqacha xulosalab berasiz. Men bu yerdan ta'kidlab ketdim. Shu deyning o'zi bu bir bulmoq. Chunki siz bir vaqt bolaga kuyindimda bunga sho'rpa berib olsangiz, uni gelib yaralanadi. Hatta tunchiq qilish mumkin. Shuna biz avval bulmoq. Undan keyin borgan sari mana yeyish iqtidori oshgan sari biz bulmoqda. Shu bu dey bir ommabop shaklda, oddiy savatlar bilan tushilgan dey. Bundan keyin planlarim tushganda borgan sari taraqqiy qildirib kishilarning tushunchasi ochiladi. Bu to'g'ri qiziqishga boshlaydi. Bugungi dunyo qanday dunyo? Bugungi dunyoda biz yanada o'tmishni surishtiradigan, tarixga kirishib oladigan dunyo emas. Bugungi dunyoda hissiyot bilan yashaydigan dunyo emas. Bugungi dunyoda biz hissiyotni butunlay yo'q qilib, asosida o'zimizni taraqqiy qildiradigan, yenilik intiladigan, borgan o'zimizni emas kishilarni tushunadigan mundaq bir dunyo. Bu siz o'zingizni resmiy odam tushunmay turib, boshqa narsani tushunga bo'lmaydi. Odam madaniyat degan nima? Odam madaniyat degan shu odam. Mesela bütün dünyada odam yo'qolib ketsa, tosh qoladi, bino qoladi, madaniyat yo'qoladi, xizmat yo'qoladi, ilm-fan yo'qoladi, ma'rif yo'qoladi. Har qanday narsa odam bilan. Siz psixikaning tarixini shunda o'rganib baksangiz, qaysi tarixda, qaysi davrdan ko'p psixolog chiqsa, shular tarafga ketgan. 1930 yildan keyin Amerika tarafga o'tib ketgan psixologlar. Ashlarning jiqib psixikani bilmagan hech narsa taraf qilmaydi. Shu emas odamlar bilan Şu müşahede bizde sapan kuchaytish. Sapa kuchaygan vaqtda turmush odat o'zgaradi. Turmush odat o'zgarganda taqdir yaxshini chiqarmoqda, turmush yaxshini chiqarmoqda. Eliq bayatni baxt tuyg'usiga, eliq shovqinlar yo'qolib, jimjitlik paydo bo'ladi. Ichki jimjitlik. İnsan ichki jimjitlikqa bek muhtoj. Kolumbiya Üniversitesi'nde bir ilan makalasta PSPL rayonu var çok minimum. Bir ömür cim tumaydı kaldı. Ama muş rayun cim bir malum bir xil hadisde cimci turalaydı. Cimci turanda o adamın menbi pislik kesel olmaydı. Ta'kidlangan bu to'g'ri. Nima bo'lsa ichki jimjitlik bor. Bek muhim emas. Shu mush bo'yicha taraqqiyot qilgan. Ammo birinchi plani ijodni takomillashtirish. Tırışış. Çünkü yanlış oldu. Lık nasip olganda andın siz azırak başkalarına birerliysiniz de. Yanlış oldu işten bulunsa, onu ben birmen de aldap. Yanlış olmasa işten çıkmasa bulmayın. Şunu alıp yanlış olmasa minge bu gel. Ben nasıl kaçıla, yüzemli tırışın. Bu şarkılar psikik ilmiye bağlatmış bir kendin işlerini dikti. Başka tırışay dedim. Unda olsa Ali Malim, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib, biz ziyoratimizni qabul qilib, shunday bir yaxshi temalarda bizdan suhbatlaringizga, Chimbuloq to'ri, Bag'dash to'ri, shundaqlar barliq ko'rurmanlarga vakolatdan rahmatimni bildiraman. Sizning bundan keyingi kasbdagi ishlaringizni utuqlarni tilayman. Sizga utuqlar yor bo'lsin. Rahmat. Bo'ldi. Albatta, shu Chimbuloq to'ri, Bag'dash qatorliq torlarni alay suhbat o'tkazganlikning o'zimi nima bo'lsa men yaxshi ko'raman. Odamlar o'zini yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga yashashi bek muhim. Ammo ulardan o'zini yaxshi ko'rmaydigan odamga yaxshi ko'rsatishga tirishib,
yaxshi ko'radigan odamlarni olib qoldik. Jumladan meni yaxshi ko'rgan kishilarni yaxshi ko'raman. Meni yaxshi ko'rgan kishilar uchun tirishaman. Herkes yaxshi ko'rmaydigan kishilar uchun tirishib, meni yaxshi ko'rgan kishilarni quruq qilishni xohlamayman. Shuna sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah hammamizni o'z tomoniga saqlasin. Rahmat. Ali muallimning mening psixika maslahatchim nomli 8 yurishlik plastinkasi bozorga silinmoqchi. Amibab har xil mazmunlar turmushingizga yaxshi maslahatchi bo'lg'isi. Siz ba'zilarni butun pichoq bilan qirib anikin ayol mushning o'zi nimasi hozirgi bir masala bo'lib qelyapti. Demolim bayatni so'zlab o'tdik, shu bolalarning kichik vaqtlarda uchirgan ishlari sababli masalan o'sha keyingi o'g'anlar oqibatlar paydo bo'ldi degan. Demak, shu bir xil shu hodisani ham bizning o'zimizning turmushimizga bo'pma masalan farzand tarbiyasi, ondan shu cho'ng bo'lgan nikah ishlari ham shu ishlarga tatbiq qilsak, shu ishlarni qarab tatbiq qilsak ham yaxshi unum yaratgan bo'ladigan. Shu to'g'riliq bir so'zlab beramiz. Masalan, nikah muhabbet deylik masalan, qanday vaqt bir odamni yaxshi ko'rib qoldi. Siz jamiyatda tekshirib baksangiz, mesela yeni muhabbet yaxshi ko'rib qolganlarning sababini bilsangiz, ko'pincha masalan bir qizning bir o'g'on bolani yaxshi ko'rib qolganda, uning tuygusi qanday bo'lsa, u xuddi bir o'zining qahramonini ko'rgandek. Uning bir qorong'ulik yurib ketgandek, uni bir qutqazuvchi kelib qutuldirib olgandek bir xil tuyg'u bo'ldi bir qiz bola. Bu nemish bundoq bo'ldi? Amaliyotda sizning bir qalbingizda siz yashamagan bir hayat bor, siz orzu qildigan yashashni, ammo yashab bo'lmayotgan bir hayat mavjud. Siz bu xil o'zingiz yashab bo'lmagan, havas qilgan bu hayotning boshqalarning simasdan, boshqalardan ko'rgan vaqtingizda buni darhol uningga bir xil oshiq bo'lsiz. Agar u sizga o'xshash jinnis bo'lib qolsa, uni havas qilasiz. Agar u qarim-qarchiniz bo'lsa, uni yaxshi ko'rib qolasiz. Nimishqa siz ashini orzu qilganda muhabbet cho degan muhabbet kishilik turmushda hozir bir cho'ng bir xatolik bor. U nima desa, xiyoliy tuyg'u kirib qilish. Masalan, bir qiz bir o'g'ilni yaxshi ko'rdi, mush vaqtda uning nurg'un xiyoliy tuyg'u bo'lib, uning bir umri yurib ketgandek bir xil hodis yuz berib, uning o'zini ataydi, ashmini qutqizdi deb bir xil illusion g'oyiblashtirdi. Uning o'ziga muhabbet ishida qarshi taraf ilohlashib ketdi. İlahlashadigan holatga kirganda uning qalbidagi orzusi bekli kuchli holda bir xil kuchayib ketadi. Ham bu xil g'oyalashgan, ilohlashib ketgan bu muhabbet to'y qilgandan keyin bo'lsa darhol disillusion degan reallashib ketadi. Reallashgan vaqtda qarshi tarafning o'z o'ylagandek unda qalaqa bir xil g'oyiviy unchalar sirliq emasligini his qilgan vaqtda kallada xato tanlabdiman deb o'ylaydi. Muhabbetning qarma-qar ma'nosi o'chmanlik emas. Muhabbetning qarma-qar ma'nosi kontrol qilish. Men sizni yaxshi ko'raman degan gapning o'zi amaliyotda yushnongda siz men kerak degan gap cho'p. Men sizni yaxshi ko'raman degani siz men kerak. Unda esa siz qanday qadam kerak qilsiz? Siz chuqur sizda bo'lmagan qobiliyat qarshi tarafda bo'lgan odamni kerak qilsiz. Agar sizda qarshi tarafda bor qobiliyat sizdan bo'lsa, uni kerak qilmaysiz. Shu men sizni yaxshi ko'raman degan gap siz men kerak degan gap. Demak siz o'zingizning amalga oshirolmagan orzu armonlarini qarshi tarafning oshirib berishni talab qilsiz, bilib bilmay. Ashunda umid qilib qolgan gap. Shu bu xil narsa nima bo'ldisa,
Uzun o'tmay reallıqlashib ketgan vaqtda odam andikin ümidsizlandi, men buni yaxshi ko'rmaydi, o'xshayman deb qaraydi. Shu romantik muhabbetning nikohga asos bo'lishi G'arbda 12-asrdan boshlab to'xtagan. 12-asrdan tortiblar romantik muhabbetni nikohning asosi ultish qilmagan. Ama biz hozirgacha 21-asrga qadam qo'yapmiz. Nurg'un yoshlarimiz texnicha romantik muhabbetni, ya'ni nikohning asos ultish qilib boradi. Biroq bu ultash unchalik muqim emas. Undan so'ng bu bir mavhum narsa. Bu darhol parchalanganda, bu ult ostidagi narsa tashlanganda, uni ustida siz qanchalik narsani tiklamang, qanchalik ish qilmang, bu o'rilib tushadi. Demek şunu bizim hazır cemiyetimiz acışı nisbetine jukur buluşu. Jukur buluşu mu? Bulup da birbirinin tazı kanaat tapmayı. Müştondan kelip çıkıdı. Bunun maddi dünyası qanchalik bo'lsin, ultash başlangan ekan. Şu biz boshqa bir narsani nikohda asos qilib, asos qilib, anındaki romantik muhabbetni uni ustiga qo'yib qo'ysak, mavo erib kesimi, parchanib kesimi, o asos tash turaydi, mandaq bir hodisa. Şuna nikohdimi kompleksdan odamlar qechib qutlanmaydi. Ya'ni shu kompleksni ta'sir uchraydi. Bolalar uchun. Farzand bir ota-ona bolasi qanday tarbiyalaydi desangiz, mundaq bir xil ong bilan tarbiyalaydi. Sen men to'g'ri deganni qilmasang men seni yaxshi ko'rmayman deydi. Buni bevas og'iz degan bilan harakatlarda shuni chiqarib qo'ydi. Sen men to'g'ri deganni qilmasang men seni yaxshi ko'rmayman. Unda bu tulum qo'rqinchli bir xil uchura balla. U balni bilib bilmay ota-onasining to'g'ri yoki yaxshi deb o'ylagani uchun tirish qaratmoqda. Bu ota-ona nimin to'g'ri deb nimin jihatini tarbiyalaydi ota-ona dal men bayat degan o'zining texniqi yashab to'liq tugatmagan orzu armonlarini balalar orqali amalga oshirman deb qaraydi. Ballamo ota-onasining bu arzu armonlar uchun tirishadi, kurash qiladi. Muvaffaqiyatni qazadi. Ammo bir nuqta kelgan, 35 yosh kelgan, yil biz tafsir so'zlaymiz. Balla bunun ümitsizliğinde ata-onaga o'shmanlik bo'ldi. Ammo ata-onaga o'shmanlik yana nima orqali besildi desa, buni ota-onam o'sh bo'lsam bo'lmaydi deydi. Siz o'ylab men bundan o'sh bo'lsam bo'lmaydi degan nima degan gap? Buning o'zi ham uning bir xil kallas bir xil ziddiyatni tulab ketganligidan direkt bildi. O'tganda bir sizdan parash bo'ldi. Bu ota-onani aytishni tutgan. Oilani odatda biz 3 xil oila bo'lamiz. Birisi mustabid oila. Yan birisi assertive degan hamda demokrat oila, normal oila. Yan birisi permissive deymiz. Permissive degan nima desangiz, yo'l qo'ydigan oila. Endi bu psixologlar bilan tadqiq qildi. Qaysi oilaning bolalarining hamda shu ufq qazinish indikatori ko'rsatilishi yuqori bo'ldi deganda dal o'ttirdik. Demokrat baravar oila. Qattiq, yumshoq o'ttiral turgan. Bu mustabid oilaning bolalari asosiyati yaxshi chiqmagan, bek qo'yib etgan bolalarning asosiyati yaxshi chiqmagan. Bu nimish bunday bo'ldi degan vaqtda, masalan bir misol qilsam, o'tgan bir qizlar parashib qoldim. 4 bola ekan bular. Ota-onasi qattiq chiqgan, birisini o'qituvchi, birisini doktor, birisini yana bir xil tarbiyalayman deb tirishgan. Haqiqatan o'qishimi yaxshi bo'lgan, hatto yaxshi o'qigan. Ammo eng oxirida 4 lista mag'lub bo'lgan, 4 list xizmat ishlamagan. Ham xizmat ishlaymagan. Birisi maktab shundoq yaxshi o'qib, shundoq o'qish mukofoti erishgan bo'lsa-mu, ishlashga jur'at qilmagan. Ashun ishlamagan. Yana birisi ota-onasi bo'lgan ochiqni ifodalagan. Yana birisi yana 4 lista mag'lub. Demek ayada atan yüzünün yaşap planı arzu armını aşı ballığı tem. Ama ballı çolsa ballının mesli bir xil yaşa sulu var. Bu işki soğunçka ama balla elbette atanın boysundu. Ama boysunduğanın özünü kubul kıldı diyelik emez. O mezgil boysun. Mesela sizge mesela ne bir suni, bir piyal suni işkizip ettim. Siz içmeymen desem işkizip ettim. O içmeydim deseniz mi işkizip ettim? Siz bu çağlar biz bu sudan huzurlanmayız var. Adem'in iki tarafı var. Biri içmeymen dedi. Biri yoksa içmişsen sen bu lazım da bunu işkiz etdi. Üzünüz qayıl kılsız. Ama işinizde birisi var. O
uni rad qiladi. Ziddiyatlik. Shuni siz ishga bo'lsangizmi, garchi ish qilgan bo'lsangizmi, shug'ullangan bo'lsangizmi, qalbingizdagi men bilan ziddiyatlik o'qashqa u suvni majbur ishgan ishmagandek tuyulgandek shunday bir hodisa. Shu nurga odam o'zi qoyil qilib yashaydi turmushcha. Mana shu lozim yo'qmishda. Ammo uning qalbidagi birsi qabul qiladi yoki rad qiladi, tasdiqlaydigan birsi bor. Masalan, tamoq chekkanlar ko'p ishlaydi. Men tamoq tashlayman, ziyonliq dedi. U ong mashg'ulot engin shunda dedi. Ammo uning qalbida birsi tasdiqlaydi. Yo'q, tashlasang bularni tashlamaysa bu degan. Sen mundaq do'stlaring o'ldi, oldi yo'q deb tasdiqlab etdi. U ya 5 kun tashlaydi, ya 10 kun tashlaydi, 20 kun tashlaydi. Uning harakatini keltirib chiqargani uning o'zi biladigan men emas, ichidagi nima bo'lsa, hali tasdiqlagan men yushin ang bek kuchli rol o'ynagachqa bu yerda uning harakatini tashqanda o'zgarish yo'q. Shu ota-onalarning bolalarni tarbiyalashi bu cho'ng bir ilm. Bek cho'ng fan. Buning uchun nima bo'lish kerak? Bolalarning taraqqiyot psixikasini bo'lish kerak. Balalarning har bir yoshda bir ehtiyoji bo'ldi, bir psixik ehtiyoj. Siz o psixik ehtiyojini tunimay, o'zingizning ko'z qarashida uningga boshqa jihatdan tarbiyalasangiz, uning ehtiyoji yanlam qondirilmay qoldi. Masalan, siz so'zlayolmaysiz, anglayolmaysiz. Siz tuyuqsiz ustab ketdingiz, masharat qildingiz. Shunga men sizni tushunmay sizga kampit berdim. Zo'rlab kirgizib etdim, ammo xush bo'lmadingiz. Ondan men tort verdim. Andan men chilam verdim. Yanısız halma, lağmen verdim, polo verdim, kavap verdim. Men bəgensir sizin açınız tutuldu. Bəgensir kuyunuz tutuldu. Ballağımı bəzdə oxşaş. Atan onunla yüzünün subjektiv hissiyatlarına bəgensir açıq geldi. Ne bil bəmidi? Xuddi sizgi men su bəmigəndək balının psixik ihtiyacını bəməm. Şuna bu yerdeki nurg'ulg'an hodislar bu narsalarni keltirib chiqadi. Siz 20-24 yoshli bolalarning psixikasi qarasangiz bo'ldi, butunlay bir xil ota-onasiga isyon ko'taradigan, ota-onasiga eks qo'padigan, o't chig'laydigan, xoplaydigan, nimish bo'lsa ota-onasi ko'radigan. U o'zi qoyil qilib turdi. Ota-onam bunda qilsam bo'lmaydi deb. Ammo ichidagi men hamon bilib turg'ashqa. Uningdan noroziligini biroqlar portlatib chiqadigan ahvollar hemen müşnesini kelib chiqdi. Shuna nikohdagi nurg'un odamlarning reallik qaytgan vaqtda endi qanday qildi desangiz, sizni xatoparast qilgan, bir xil avliyolashtirgan, ilohlashtirgan, u reallik qaytdi, unda emasligini bildi. Endi qanday qildi sizda? Sizni zo'rlab, siz men kerak dedi emasmi? Men sizga kerak bo'lgan qismimga kontrol qilaman. Maqsadli holda sizni aşu üzəminin yanlı burunqı nəsə taşlıb etmə, yani kompleksini işlətib sizinlə kontrol qılma, qusur tapma. Ən axırda nikohdagi qışla. Çünki nikoh degan bir günlük iş emas, bu bir ömürlük iş bo'lchi. Nikohda masalan siz har qancha yangi telefon olsangizmi 4 kunda zeriksiz. Demak hayojingiz tugdi degan gap. To'g'ri. Demak nikohdan bir er bilan bir ayol degan nurg'un yil yashaydi. Onun gününde ayağı canlanıp ondaq bo'lishi mumkin emas. Bu habichiy shahat 101 onun tonish bo'lib ketadi. Yani o'xshash. Onun ustiga inson nim zeriktirdi desangiz, oldin faraz qila oladi. Masalan, siz bir kinoning qanday bo'lganini oldin faraz qilsangiz, bu kino bir xil ma'nisiz tuyuldi. Yoki u kinoni ikkinchi qatim ko'rsangiz, texim ma'nisiz ko'rindi. İnsanlar turmush oldin faraz qilib bo'ldi. Masalan, bir er öy kirdi, öy kirgankin ayolning tamoq yeydiganini bildi, tamoq yeb bo'lgankin televizor ko'rganini bildi, televizor ko'rganini uxlayganini bildi. Demak, sizning keyin qildiqlaringizni hammasi buni sizning oldin farazingiz masib ketdi. Buning o'zi monotonlikni keltirib chiqardi. Mushmun o'zi zerikishni keltirib chiqardi. Nima ish qilsa dastlabki ultash qata. Unda bo'lsa savol paydo bo'ldi. Unda baxtli oila qurg'ilolmamdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Buning uchun biz ma'lum bir tafakkurni, ma'lum bir muhim bir tafakkur bor. Şunu biz o'zgartirish orqali bu har qanday bir oilani, mayl qanday oilib kelsin, bu amaliyotda oxirga olib borib ketgili tamoman bo'ldi. Hamdolsun yaxshi deb beramiz alim. Hamsa shu bir obyektni yaxshi tanlab, qanday qilgan vaqtimizda bir baxtli oilani qurib chiqqan bo'ldi. Mushtoqlik qilib bersangiz. Mushning o'zidimi siz bir narsa xato bir parastingizda obyektni to'g'ri tanlab. Nikohda to'g'ri xato obyekt bo'lmaydi.
Bu yerki mesele ne olsa adamın yüzde. Mesela tinçlik değil, tinç, cimcitlik değil. Cimcitlik degen her vaqt biz bilan birga. Mesela bu yerdeki maşinların avazı to'xtasa, odamlarning ovozi to'xtasa, qushqochning ovozi to'xtasa cimcitlik bo'ladi. Ular kelsa cimcitlik bo'lmaydi. Cimcitlik mangu biz bilan birga narsa. Faqat shovqin tufayli cimcitlik yo'qolib ketadi. Bu shovqin nima? Odam baxt bo'ldi, ammo shovqin tufayli bu yo'qolib ketadi. Bu shovqin zot qanday narsa? Bu dal insonning yaşamoqchi bo'lgan, ammo yashab bo'lmagan bir hayot voqea. Sizning chiqdingiz bo'lmasa, sizda qanday orzu paydo bo'ldi? Sizda bir putumim bo'lsa, yugursam desam. Sizning qalbingizda yugurish funksiyasi bitilgan sizga. Masalan, siz yugurganingizni tasavvur qila olasizmi? Masalan, ikki puti yo'q odam o'zini yugurayotgan holatini tasavvur qila oladi. Demak, uning qalbida yuguradigan iqtidor bor. Ammo uning jismoniy kamchilik tufayli bu iqtidor amalga oshmaydi. Crisis yuz berdi bu. Bu qattiq xatarlik davr bu. 35 yoshdan 40 yoshgacha odam qanday bo'ldi desangiz, butunlay mahanish binkoy deymiz. Ro'yibda bir o'zgarish bo'lib, hayat ma'nosi tuyuldu, ayolimi ma'nosi tuyuldu, balchaqasini tortib, hammaning ma'nosidek turib, 35 yoshdan 40 yoshgacha eng odamning buzilib ketadigan, zariq mavlab qoldigan, o'zini bilinmaydigan, o'lim qarab ketib qolganligidan vasvasa uchadigan bir davr, o'ttirayot kirsi deymiz buncha. Heliq 0.mushaga keladi. Uning butun 30 yoshgacha bo'lgan yashagani xiyoliy dunyosi butunlay reallikka aylanib ketgan vaqtda u eg'ir darajada ummuslanib ketadi. Chunki qutublashgan hayot yashag'anlik uchun. U 0 yoshdan shu 30 yoshgacha hayotini o'ylayolmagan. Bu kunga o'xshaydi. Kun chiqadi, parlaydi. Kun 12 tik bo'g'icha siz yo'ruqliqi bo'lgan ehtiyojingizni bilmaysiz. Menga yo'ruqdek tuyuldigandek tuyulib ketadi. Shunda 12 dan tushib ketganda Alloh ma qorong'i tushgich ishimni qilib olay deb oldirib ketsiz. Men nurg'a odamlar 35 yoshdan keyin qorong'i tushgich ishimni qilib olay deb jiddiy ish bitdi. Ammo qorong'i tushgich ishini qilib olmaydi. Ashuningmi ma'nosi bor. Ashuningmi unda olsa kun bunda bo'lgan nimish qildi. Ashuningmi bir qiladigan ish bor shu vaqtda. Ammo u bu ishni qilmay heliq 0 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qilmagan ishini ma'noni qilaman deydi, oldirablar tizla qarong'i tushib ketdi. Mushada bir deyapman. Shuna men bu yerda bir deb o'tib ketdim. Baxt izlash degan. Nurg'a odam baxtsizlik havas qilib baxt izlaydi. Bu nimaga o'xshaydi? Bu dengizdan jing izlaganlik emas, jingdan dengiz izlaganlik. Chunki dengizdan jing izlash ters bo'lgan bilan qiyg'il bo'ladi. Rasli jing dengiz tushib ketsa, mana men shaxsan izlab tepish ko'zamaydi. Ammo xatosi jingdan dengiz izlash bu mumkin emas. Nurg'a odam mana shunday kunni hayotni kechirayotgan. Shuna bu bolalar dastlabki shu reallik tunib ketish kerak. 35-40 yoshda tunib bunkuy bo'ldigan holatni olli burun bilib bo'lsa, ondan qorong'i tushib ketgich qilib oldigan ishlarni anaqa qilishga boshlaydi-da. Onsa men ma'lum siz ko'p kitob o'qigansiz. Ammo shu ko'p kitob o'qishning foydasi to'g'riliq yana bir qisqa so'z aytamiz. Endi shu anglashlar qaraganda Yahudilar masalan, haftada masalan bir kitob to'g'ri keldi ekanda o'qiydi. Ammo menga 3 kunda bir kitob to'g'ri keldi. Men 3 kunda birini qo'yaman. Nima ish qo'ymayman? Sizning ishqil talashingiz va hayotingizni ma'noga ega qilishning. Birisi hayotingizni o'zgartirish. Chiqadan mushin tanlaydi, oson. Yana birisi hayot bo'lgan ko'z qarashingizni o'zgartirish. Mening uyimning oldida bir daraxt bor. Men kunni bu daraxt qarayman. Bu daraxt qarab bugun shu daraxt qaradim. Atsim shu daraxt menga o'xshash ko'rinsa, demak mening aqliy taraqqiyotim tuvallabdi deb o'ylayman. Agar men har bir kuni daraxt qaragan vaqtda daraxt menga boshqacha ko'rinsa, mening aqliy quwwatimning taraqqiyotganligi demak. Menga da 10 milliard, 100 milliarddan ortiq nerv hujayrasi bor qarang. Chilonga o'xshayman, chilon.
Mingida 100 milliarddan ortiq ming hujayrasi bor qarang, ha. Neyron deb atildi bular. Men qo'limdagi maslahatchilarni ko'rdingiz, ha. Bu tug'ilgan vaqtda bu neyron hujayralari ayrim bo'ldi, bir-biri bilan tegishmaydi bular. Odatda. Bunda ayrim turda. Ham sizning ko'rgan bilganlaringizning ko'payishiga bular birlashib boshlaydi. Masalan, olma desam, olma desam, olma deblam ketmaysiz, olmaning shaklini o'ylaysiz. Atirgul desam, qizil rangmi birlik qolingiz keladi-da, men sizga rang so'ramayman bu misol. Atirgul desamni qizil rang. Nima qilsa, siz atirgulni ko'rganda atirgul, qizil, neyron qizil, puraqliq deb 3 neyron biroqlar firing deymiz, portlab, 3 birlashib ketadi. Shunsiz qizil desa atirgul yodingizga qoldi. Atirgul o'xshaydigan puraqni purab qolsangizmi atirgul yodingizga keldi. Atirgul desa H2 barliq keldi. Demak, nurg'un narsalar bunda birlashib ketgan bo'ldi. Sizning ko'rgan bilganlaringiz, o'qoldiringiz qancha ko'p bo'lsa, buni Aristotel contiguity deb atgan. Contiguity degani nima siz? Birlashish deb atgan. Bugungi yangi zaman psixologiyasi biz buni firing, birlashib elish deb ataymiz. Shunga 100 milliard neyron o bekchiq narsa. Qancha bilganlaringiz jiq bo'lsa, shuncha ishlarni siz bir-biringiz ula olaysiz, ma'nosini topa olasiz. Bu neyronlar bir-biridan ashundaq ma'no bog'lab ketadi. Shu uqavagan, ugunivagan 100 milliard narsalar birlashib ketsa, bu ajoyib kuchli narsa bo'ladi. Uyushib ketsa. Bo'lmasa bo'lsa, bu taqolat tafakkur bo'lgan ketdi. Qancha uyushtira olsangiz. Bir nuqtada o'ylayman. Shunda taqolat bo'lib qolsiz. Shunga bek bilimli odamlar, shundaq bir nuqtaga borsiz siz, ma'lum bir nuqtaga berib ketsiz. U vaqtda siz hammadan kunni ko'rib turadigan narsalardan hech kim ko'rolmaydigan narsani ko'radigan bo'lib ketsiz. Hammadan anglab turadigan oddiy narsalardan hech kim anglayolmaydigan narsalarni siz anglay olasiz. Shu ikki xil hayot shakli bor. Birisida siz hech qanday narsaga hayron qolmay yashaysiz. Bunday alam. Yana bir xil yashash shakli bor. Uningda hamma narsani mo'jizlab yashaysiz. Mana bu sizning neyronlaringizning ulashqanligining foydasi. Mana bu jiq narsalar ko'rganlikning foydasi hisoblanadi. Shunga psixikada eng yaxshi to'g'ri nima bo'lsa, ko'p o'qish, ko'p bilimlik bo'lish. Bizning xalqimiz kitobga o'chamas. Kitobni yaxshi ko'rdi. Ammo shu yurgi bag'ida kitob topolmadi. O kitob yaxshi ko'rmaydi emas. Toz yaxshi ko'rdi, bilim shundoq tashna. Ammo uningga loyiq yaxshi bir kitob yo'q. Yoki bo'lmasa yurgi tavrit alaydi. Ashning qaldisi. Kimsa aytmadim, siz hozir 3 kunlik bir kitob o'qiyman deb qo'ldingiz. Mushundaq nayt qisqa vaqtda kitob o'qisangiz, ko'p kitob o'qisangiz, azm qo'ysangiz qanday bo'ladi? Azm qila olasizmi kitob o'qishni? Kitob degan bir o'g'it bu. Pok bu. Siz o'g'it yemaysiz, azm qilmaysiz. Ammo uni etizga chachsiz. Bu o'g'it bo'lmasa, bu pok bo'lmasa, sizning terigan bug'doyingiz yaxshi o'smaydi. Ammo uni yeb olsangiz, siz zaharlansiz. Ha? Ammo shu kitob bo'lganda siz terigan bug'doy sizning yaxshi, suluq, dallar cho'ng chiqadi. Shu kitob men uchun o'g'it, men uni hech qaysi hazm qila olmayman, yeb olmayman. Biroq uni terib, men o'zimning bir ziroatini terib, ashuni mo'llashtirish chiqaman. Idealni o'zim topaman. Ammo uning uchun o'g'itni men narni qilman deganda kitobni qilman. Shunga bu ikkisi bir qadar farq. Shunga kitoblarda hech qanday haqiqat bo'lmaydi. Haqiqat bor deyish kelsa, uningda faqat psixiklik haqiqat. Qanday kitob yaxshi bo'ldi? Hozirgi shu adabiyot sohasi nima yuzlanmoqda? Adabiyot sohasida stilistik vosita, obrazlardan o'lli burun voz kechib ketdi. İnsanning men boyagi degandek o'zi inkor qilayotgan bir qorong'i joyi bor. Bir sohiba, shuni ta'kid qilish, inson ichki qalbini bilish, mush orqali yozilgan asarlarda anandikin bir psixiklik haqiqat bo'ldi. Biz buni afsonalardan, hikoyalardan, dostonlardan ko'rib, shuni topa olsak biz topa oldik. Bo'lmasa, qolgani u pokit emas. Mayli tarix to'g'riliq yozsin. Mayli u stilistik vositalar muhabbatni tasvirlasin. Buning hech qaysi
u ömürlük kişilerning yurkiga unda suv berib bermaydi. Şu bir şıkıl yazgıcı var. Birisi mengi yazgıcılab ötüp ketadi. Yan bir xil yazgıcı o yezip en ahırda yezilgıcıga aylanıp ketadi. Mana yezilgıcıga aylanıp ketgan odamlar haqiqiy yazgıcı hisoblanadi. Bayatın degan uchundir. Yezish uchun yazsangiz bo'lmaydi. Gap qilish uchun ba'zi odamlar bor. Gap qilish uchun bir gaplarni qilib qo'ydi. Ma'nsiz, zo'rlab. Yezish uchun yozmaymiz. Yezilg'uchi bo'lish uchun yozamiz. Yezilg'uchi uchun yozish uchun qanday qilish kerak? O insonning psixikasini g'oyat zo'r ta'l qilish kerak. O'qiyotganda shuni bilalish kerak. Shu vaqtdan biz kishilarni tabiiyla kitap o'qishga so'rab kiramiz. Siz kitap o'qi desangiz, uning yiliqi qalbiga birisi yoq deb u video qilaverdi. O qasddan bo'pti kishilarga yaxshi ko'rinish uchun yoqimiz majburiyat o'qib qo'ydi. Ziriklar. Bu xatodir. Uning bir psixikalik haqiqat bo'lsa, uningki cho'nqir kishilar ana shunday huzurlandi. Tabiiy uning sinib kirdi. Olimlar ayt yaxshi ko'p temlar qaramashdi. Bu psixika degan ayda bir cho'ng bir ilm. Bu psixika yana nimalar bilan munosabat yana bir qanday bir tadbiqlab qo'yish tegishli, eskartish tegishli nuqtalar bilan mushta to'g'ri so'zlab berasiz. Psixologiya har qanday bir bilan munosabat bor. Mailsiz yozuvchi bilan bo'yatdi. Siyosiyon bilan, karxanchi bilan. Texmo'yin. Chunki karxanchi degan psixikalar. Bu mavqazangan karxanchi ko'rsangiz, yo psixik yaxshi uning, yo boshqalarning psixik tushunadi. Mushkisdan birisi, 60%da 80% mush rol o'ynaydi. Doktor texim shunday. Chunki insonning qalbi bir xil psixiklik, bir xil kuch bo'lsa, uningdagi immun kuchi, jo'shi bor deb qo'yamiz, maxsus soqchi hujayralar bor-ku bizning badamizda. U qo'zg'atgan vaqtda ondan odamda kasal bo'lmagan ahvollar kelib chiqadi. Iqtisod texim shu. Bugun dunyodagi neuromarketing degani shu. Neuromarketing degani esa nevro bozor ilmi. Mana shundan foydalanyapti kishilar. Qonunda texim shunday. Masalan, hozir paydo bo'layotgan neurolog degan nima esa nerv qonuni. Masalan, siz jinoyat o'tkazdingiz, siz uni cho'qim men bilmay qilibman deysiz. Burun an'anaviy usulda sizni so'raydi, rost bilmay qildingmi deb so'raverdi. Bugun dunyoda sizning geningizni tekshiramiz. Sizning geningiz jinoyat geni bormi yo'qmi? Bor bo'lsa, siz qasddan qilibsan deymiz, so'libtimiz. Agar unda gen bo'lmasa, bu tasoddifiy qilibdi deymiz. Siz shunga loyiq jazo beramiz. Neurolog. O'qituvchilik bu texnikidan ayrlanmaydi. Ota-ona bundan ayrlanmaydi. Demak, bu hamma soha kirib ketadi. İlanchilikni o'ylaylik. Men bayatim bir narsa deb ketdim. Siz o'zingiz yo'q narsani boshqalar bo'lganda avaz qilsiz dedi. Siz ilonni bir odamni ko'rdingiz, İlan bir odamni ko'rib avaz qildingiz. Oshning o'ylanmoqchi bo'ldingiz. Biroq uni o'ylanmaysiz. Unda qanday qilsiz? Chuqum siz u ishlatgan narsalarni ishlatasiz. U kiygan kiyimlarni kiyib baksiz. Osh orqali oshning o'ylangan bir xil shunday andagi ehtiyojingiz qondirilgandek his qilasiz. Kasallik texib shunday. O'tganda bir qiz keldi. Uningga gulning purqi reaksiya berib qilganda shunda eg'i ekan. Shundan bu qizlar ko'rishdi men. Ishxonaga keldi. Ishxonaga kelib kiribla ishxonada jiq gullab. Gruplar burullar degan potlar, ko'zlar degan yoshi qizirib ketdi ekanda. Tillab ketdim men. Siz bilib turib buni nima ish qo'yib qo'ydingiz deb men liq to'shtirib etgan. Voy xaponman deb, "Madorni yesingiz, saqaysiz" deb ham bir ishxonaga kirib, dori berdim, saqaydi. Ana so'di, "Nima ish bunda qildingiz" deb. Unda siz gulning yana berib tutib ekan dedim. Badi tutib qo'yib yolg'on gul ekan qo'ydi. Amlet u ishxonada gul yolg'on gul. Amlet bu qizga reaksiya berayotgan narsa puroq emas. Gul emas. Balki psixikalik rol. Shu ashni ko'rsam, men ashunda bo'laman degan bir xil tuyg'usi badanda analikan rasmiy kasallik inkosini bildirayotgan. Ama yegan dorisi u quruqmiz. Quruqmiz degan nima desangiz, suvni bir kristallab, bir dori o'qishni qo'yamiz, placebo deb qo'yamiz. Faqat psixikalik roli bor. Bo'lmasa shu digital suv yegandek. Demak, bu qizning kasalligini psixik paydo qilyapti. Saqaytqinimi? Ya'ni psixik saqaytadi. Dorilar yoki suyadagi gullanmasdi. Men dori yedim deb o'zingizga desaydim. Psixik.
Şu nurg'un kasallar doktordan kirib saqib qoldi. Nimasi? Shilliz o'yin deymiz, psixika funksiyasi pek rol o'ynab ketdi bu. Şu hozirmi shu ba'zi shu hozirliqqa erlarning bir kasal paydo maz bizda edi. Bu degan tipik psixik kasal bu. Psixiklam kasal bu. Psixik saqaysa saqaydi uni. Hatta undaq bir kilinkidimi undaq bir aniq o'zgaradigan ish yo'q. Maziz bo'lib qoptiman deydi ekan. U hammadan bo'ladi, bo'lmasa odam bo'lmaydi, er bo'lmaydi. Nurg'a odam kallasi kirib oliblar, bir xil vahim shakllanganda shuni bilan buni o'ylagandikilar, o'shunda alomat darhol bayatning aqizninkidek potli saqlagan, ko'z ras osh alomat bo'ldi. Uni dori edi, a dori xuddi bayatning degan psixik rol o'ynagandiki, uni darhol saqaytib o'tgandek tuyulib qolgan mushundaq bir xil alomatlarni mushunda kelib chiqdi. Masalan, siz yurkim ajab suqab ketib bordi desangiz, yurkim shundoq suqab ketgan his qilasiz. Bunamiz psixik. Mana shu hammasi bir narsada. Sizning ish qutungiz yo'q holatda yugurmisingizlar, siz yugurammisingizlar, shovqin paydo bo'ldi. Yugamaysan, nesin yugamaysan. Chunki sizning qalbingizda yugura olasiz, ham intilasiz. Hatto diniy atletkichi bo'lgangiz bor, ammo jismoniy kamtikligingiz tufaylidan siz yuguramdingiz. Unda shovqin paydo bo'ldi. Tinchlik buzildi, baxt. Bu birdan bir usul nimasi? Yugurish. Unda siz qanday yugursiz? Ba'zilar doktorxonalar yolg'on putlarni sepib qiladi, biroq bu maqmaydi. Psixikada qilmay turib qilish deydigan bir xil. Nasma? Yugurmay turib yugargil bulamdi. Yugarmay turib yugargil bulamdi degan bir narsa bo'ladi. Biz buni simbolik imagination deymiz. Mushunga o'xshash bir da bir xil erotik desire bo'ldi. Erotic desire degan nimasangiz, jinsiy havas bo'ldi. U oiladan boshqa, ya'ni boshqa yot jinslar bilan kurashgisi keldi. Shavqin paydo bo'ldi. Ashni qila oladi, ammo u qilmaydi. U qila oladi, ammo buni bostida odam mush o'ttirsida yashaydi. Qiyg'isva qilmaydi. Qiyg'isva qilmayman deydi. Shima shavqin keldi, jimjilik buzildi. Bu ermo taki ash yüz ko'rgan, yüzning ayolining sirtiga ash ayol bilan birga bo'lganda, yo'qimiz ashning bilan paranglashganda shavqini tugtiman deb o'ylaydi. Ammo u bizga madaniy bir jamiyat yashayapmiz. Ba'zilar uni bosadi. Yo'q, men unda qilsam bo'lmaydi dedi. Shavqin. Undasa ashu qizlar bilan kurashmay turibmi? Ashqil hayotni yashil bulamdi. Demak, bu psixologiyadagi cho'ng bosish. Bosish. Şu insanlar yüz qilmoqchi bo'layotgan, ammo qilinmayotgan. Yoshlarni ko'p qo'y. Buni mashina edisi bor, ammo uni iqtisodi. Uning qalbida tasavvur qila oladi, mashina edayotganini, ammo uning iqtisodi sharoit yer bermadi. Unda shavqin paydo bo'ldi. Uning jimjitlik buzildi. Uni aram tepishi mumkin emas. U har xil amallar bilan, ya'ni o'ngshab qo'ydi, o'zini qoyil qilib qo'ydi, balkon ovozini ko'rib nim qilgandek. Yo'q, men mashinam kerak emas, menga hayot kerak. Yo'q, mening ayolim bor, men uni nim qilsam bo'lmaydi, qoyil qildi. Buning hammasi nimasi? U basmolatlik narsa, hammasi shovqin paydo qildi. Hech puti yo'q bola. Siz qanday qilsiz? Siz reallik qabul qilsiz. Reallik qabul qildingiz deganingiz ishingizdagi men yana qabul qilmadim uni. Yani sizin yugarganınız var. Yani ma'lum derecede siz yani realliğinizga bo'ysunmadingiz. Shavqin bilan ishdingiz. Siz balkim buni tashlab qo'yib yezikchilik bilan shug'ullanishingiz mumkin. Muzika chiqishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa tirish bir ishlarni qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ro'y dunyo bo'yicha yashashingiz mumkin. Demak bu shavqinni siz halaqa tugamadingiz. Buni qanday qilish kerak? Faqat siz yugarganda bu shavqin tugaydi. Heyliq bala mashin ne degende shavqin tugaydi. Heyliq ayolning sirtidagi ash odam bilan ayol bilan birlashgan vaqt shavqin tugaydi. Deb qaraldi. Amaliyotda buning nurg'unni qiyg'il olmaydi. Puti yo'q odamni unda qilishni ataydi. Ayol va odamning sirti qarishi bu texmo uning nimasiga xilof ish. Shu bir kambag'alning balasining masalan mashinni orzu qilishi biroq mashinaga erishamaslik. Paka odamning masalan igiz bo'g'iz keldi. Ama o igiz bo'lanmaydi. Igizning hayotini o kechirib bo'lmaydi.
Ba'zi qizlar odatda o'g'an boldek yashash orzuyi bo'ldi, biroq unda yashamaydi. Ba'zilarda har xil. Ba'zilarning bolasi bo'lib yashag'isi bo'ldi, boyining bolasi bo'ldi. Biroq u yashamaydi. Bu bosma qildi. U bu shavqinlarni o'zi qoyil qildi, yo'q, men u lozim emas deb. Tasalli berdi. Masalan, siz meni qo'g'latsiz, qo'g'lab meni ko'gidek darajada qo'g'lasangiz, u yetisiz. Ammo siz meni ko'ranmagdek darajada oldingizga o'tib ketganda, nima deysiz? Men u yerga bag'im yo'q der. Kim qilma u yerga berib uyda o'tirsam yaxshi emas deb o'zingizni qoyil qilsiz. Ammo bu shavqinni siz u orqali qo'lingizni itib olib, shavqin tugdi demaysiz. Nurg'a odam shavqinni qo'lini itib olib tugdi deb turib oldi. Amaliyotda bu shavqinni texmo oshirtiramiz. Har qanday bir narsaning X energiyasi bo'ldi, X energiyasi. Masalan, Grekchada inantrodromiya deydigan bir xat bor. Bu yerda inanto degan nima esa aksi degan gap. Dromiya degan yugurish. Hamma narsa aksi. Bu nima bo'lsa, masalan, mushtingiz qancha jumg'an shuncha echilib ketadi. Tomokin qancha tashlay degan sira shuncha chekiniz kelib ketadi. Bir odam untay degan sira shuncha esingiz kelib qoladi. Untay degan sira eslab qolasiz. Romeo Julieta effektimi shu. Ikki muhabbatni masalan 2 yoshli muhabbatni qancha cheklagansa rostdek tuyulib ketadi. Shunga oshnadorchilikning haqiqiy muhabbatdek tuyulib ketgan sababi shu. Yushurun bo'lg'ashqa, cheklanganlik uchun. Yakums uyda birimiz izdatsiz temi qag'ishni. U kun temi qaz olsangiz bo'ldi, olmasangiz bo'ldi. Biroq temi qag'ishni topolmagan sira muhimdek, oshni topolmasangiz zodi bearam bo'lib shu kundan ishingiz bo'lmaydigandek, temaqlaringiz o'chib ketgandek tuyulib ketadi. Ya xarakterlisning gipi bor. Yosh bo'lgansan, qerish bo'lgan ehtiyoj bo'ldi. Qeriganda yoshlik bo'lgan energiya paydo bo'ldi. Bir odam uxlaganda uyg'onishga qarab energiya paydo bo'ldi. Uyg'ongan vaqtda uxlash qarab energiya bo'ldi. Hakomimiz bizning jungo ideologiyasi yin va yang o'rtasidagi munosabatni shu. Har qanday narsa. Demak, bu siz buni qancha basay degan siri, bu shavqinni qancha yo'q qiladi degan siri. Ta qachongacha shuni siqib qo'yqish. Ammo uni qila olamsiz. Ba'zilarini o'tirishib qilasiz. Ba'zi nurg'unlarni qiyg'ilolmaydi. Ammo qilmay turibmi qiyg'il bo'ldi. Uyga puti yo'q odamningmi yuguradigan bir xil hodisa. Yugamay turib yuguradi. Buni qanday qilamiz? Mana shu nuqtaga kelganda biz. Demak, hozir kishilarda nima bo'lsa bir taraflama hayot kechirish turmushi bor-da, bayatni deganda. Ammo hayotning maqsadi nima bo'ldi? Hayotning maqsadi, hayot deganning o'zi ikkiga bo'lindi. Birisi qilish va mavjud bo'lishdan iborat ikki xil hayot bor. Qilish degan nima? Masalan, siz kim desam, salohiyatingizni bir o'zingizni qilib atqash. Ana siz igdash qilgan mol-mulkingiz. Ana siz tunuydigan odamlar esingiz kelib, men mushu deb birsizda. Anda bu siz men qaytirib javob berib, yana siz kim desam, mijozingizni deyishga boshlaysiz. Yani siz kim desem o'zingizni bir xil yolg'iz his qilgandek, o'zingizning tuyg'ularingiz. So'ravarsam to'xtab qolsiz. Shu to'xtab qolgan vaqt sizning mavjudligingizni bilasiz. Odamlarda ömrüning shu dastlabida 30 yoshdan burun kishilar hayajon bilan yashaydi. Bu o'ylab to'lgandan keyin hayotni kechirish, xuddilikqa tuxumdan chiqqandan keyin hayajon bilan yashash bo'lib, qilishga chiqroq ahamiyat berib, o'zining mavjudligini unutib qoldi. U o'zining mavjudligini qilish orqali, erish orqali erishiman deb har xil usullar bilan buni qondirdi. Ammo nim bilan yashaydi bo'lsa, fantaziya bilan. Ya'ni ömrümning keyingi vaqtida men manda olib ketaman, anda olib ketaman deb oshin seg'inishlar o'tadi. Ömrning keyingi yerimiz bo'lsa, dastlabki yerimini seg'inish bilan yashaydi. O'tmishni seg'inish bilan yashaydi. Olmush qolgan. Masalan, o xizmatchilar ko'p ishlaydi. Dushanbadan jumagacha shanba-yakshanbani orzu shanba-yakshanba anda qilman deb. Shanba-yakshanba kelganda oplam dushanba bilan juma keldi. Deb shanba-yakshanbadimi yaxshi yashamaydi ahvollar. Demak, shanba-yakshanbada dushanbadan jumaga tikiliq pasib tuyg'ular yashaydi. Dushanba bilan jumada shanba-yakshanbadagi fantaziya bilan yashaganda olmush qolgan ahvollar dal nadan kelgan mushkul ahvol. Biz buni nimadan eng yaxshi tushuna olamiz desangiz, Gemini efsanalari deydigan bir mif deymiz. Gemini efsanalari va buningda efsanalar bor, rivoyat. Zeusning bir qo'shkizak o'g'li bor.
Bunun da nim tasvirini bulsanız, Xelda deydiğen bir ayal, Zeus degan ashlarning bir ilohi. Uning bilan yana bir yer sharidagi bir odam o'rtasida bir qo'shkezak qildi Xeldada. Bu tug'ildi bu qo'shkezaklar insonning xarakteriga prototip topqardi. Birisi yer shariga, birisi ilohiy kuchga vakillik qildi. Insonning jismi bo'ldi, ruhi bo'ldi. Ikkisi ko'pincha ahvolda og'irlib yashab ketib qolgan. Mush afsonada bular og'irlib bir-birini seg'inish. Keyin bularni biriga apirdi, biriga kelganda yer sharida yashaydi, yana kunanmaydi o'ylaqa. Ruhiy dunyoda yashaydigini. Unda aslında ayağa geçti bu elde, roy dünyaya apırıp koydu, yer şahırdakisi bunun könenmeye kaldı da. İnsandı mı? Bu şikines ağırlık ketken. Cismiler roy. Bir bolsa mağında yaşaydı, bir boz mağında yaşaydı. Ama şikis bir-birisini sığınıp, elik şavkun içinde yaşaydıgan bir kıl. Bunu qanday qoqıpta birleştirildi. Bunu dal en ahırda Gimini, yıldız barlıq geldi. Gimini yıldız degen emas, bu şikisini birleştiripdilar. Kılıç bilen mevcut ortasılık nesini birleştirip. Anladı ki onun da bir xil hayatının ma'nosini, muddaosini, eng oxir nishon. Mesela siz tamoq yeysiz. Men sizdan so'rayman, siz nima tamoq yedingiz? Desam siz buni nima tamoq yedi, qo'sqashqash tamoq yedi debla tushundirsiz xolos. Siz demak tamoq yeyishga ma'no bermagan. Nima suv ichdingiz desam, usab ketgach suv ichdim deb siz o'zingizning faqat tenining ehtiyoji bo'yicha javob bersiz menga. Suv ichdagi haqiqiy ma'noni topolmaysiz. Her bir kılıvatkan işinizde bir ma'na buldu. Şunu siz tapanmay, fakat siz yer şarvi yasas. Diyelik o qo'shkezakning bir ismi Qaysar, bir ismi Polikschu. Qaysarning hayotini o'ylaysiz, Poliksning. Demek sizin her bir kılıvatkan işinizde tenning ihtiyacını qondirishdan boshqa ruhning ihtiyacını qondirgan bir ma'na buldu. Bu ma'noni siz tapanmay, fakat bir taraflama. Yaşaş usulüdün köpünçe paylanırız. Şunun olan sizler şavkun yanılamın bulduysa küçük gidiğe ahvallar. Şu an orada adamlar yaşlap 30 yaş 40 geçe şimdi hayali tuygu üzünün arzuyu emezdir o. Başkalarının arzuyu. Şunu üzünün arzuyu da oylap kalıdı. Çünkü arzunun siz küçürsüz de. Şu an insan asli tuğulğanda bir xil orijinal. Ama yaşaş jarayonida dalban bo'lib ketgan, o'xshab ketib qolgan, anisicha, boshqani g'oyisini g'oyisi. Shu g'oya bo'lish kerak. Ammo nurg'a odamlar g'oyasi amaliyotda g'oya emas. U faqat havas yoki ochiq yoki qiydash, mahsul shaklda ifodalanib qoldi. Shunga odamlarda mushkil narsani birlashtirolmaslikdan nurg'ulg'an nima kelib chiqdi desa, shavqullar. Bu shavqullar ularni beyaram qildi. Daim ko'ngilni yerim qildi. Xato yo'lga boshlab qo'ydi bu yerni degandek. Mushkul ahvollar. Men bir narsani deb ketdim. Har bir qilishga ma'no berish topa. Bu bek muhim narsa, har bir qilishga. Benediktin monks degan bir rohiblar bor. Benediktin rohiblari deymiz. Bular odatda bir kunda 7 qatam yüzden şu butxonasida ma'lum bir uy var. 7 qatam kirib ketib 1 minutdan 2 minutgacha o'zini tinchlantirdi. Men mush qilyapman. Nima ish qilyapman? Bu muddasim nima shunda? Deb 7 qatam kirib ketib bir kunda. Ondan yana o'zining dunyoviy ishlarini davomlashtirdi. Bu orqali nima qildi desa, ruh bilan tan o'tirishga bir xil muvazinatni tanishib turadi. Bo'lmasa bo'lsa siz qilishga bek intilib ketib frantik savdo ilaç qilish orqali qilam topaman deb o'ylaysiz. Demak ular tanishib bordi. Ular tanishib bordi. Men nima ish qilyapman shuni? Deb o'zini tuta olmaydigan qiladigan ishlar bo'ldi. Refleks bo'lib qoldi masalan sizga. O'zingiz bir ish qilaverasiz, ammo nima ish qilganingiz, nima ish qilyapsiz, qilyaptganingiz, nima ish tirishayotganingiz, nima ish nikoh qurganingiz, nima ish shirkat qurganingiz, nima ish shu ish qilyaptganingiz sababi yo'q qilib ketasiz. Nima ish qilyapsiz? Aşdan künep ketgende. Mesela yugurab to'xtaygan vaqt to'xtayolmaymi yugurab ketaverasiz. Sizning maqsadingiz yugurishli bo'lib qoldi. Yugurish uchun yugurib qolasiz-da. Ammo siz yugurish uchun yugurmaysiz. Uning yugurish bir sabab bo'ldi. Dushman Benediktin monkellar, rohiblari mushkul asar qilib o'zini tanishib bordi. Shunlar bir xil aytdi, tampon holatda yashashga odatlangan.
hisoblanadi. Shunga bu yerda insonning xushallik tepish uchun o'zing qilish va mavjudlik o'ttirsidagi mush narsani berik degan vaqt. Ananda ekan nurg'un ahvollar kelib chiqdi. Shunga hozir bizning masala nima desa, odamlarni ömrünün dasbida hayotga so'rab kirmaymiz reallikqa. Ömrünün o hayotdan chekinib ketadi. Ömrünün atirpidicho desa hayotga kirib oladi. 35 yoshdan keyin ondan men vaqtim isrof qilibdimi deb boshqacha yani on hamlashikisi hayotni degandek olmishman. Shu hozirdan yashash, hozirda yashash nurg'a odamlarning qo'ldan kelmaydi. Yakumsa o'tmishdiki bayliq yarlangan balaning qiyofatida, yakumsa o kelgusdagi tasavvur ichida yashaverdi. O hozirdan iborat bir real nuqtani ko'pincha nazardan saqlab olgan masala mavjud bo'ldi. Nima desa, odamlarga o'zining bir shug'ullanayotgan ishini hech qanday sababsiz, muddasiz, ma'nosiz oshni qilish uchun qildigan. Ahvollar shekilli. Nima bilmaydi. O kelib qanday qilsam xo'sh bo'lmayman deb. Menga bir dopamin deb bir narsa bor. Men ma yaqin ishlagan deydim, buni tafsiliy so'zlab qo'ygan. Bu dopamin degan nima emas? O qo'zg'alganda mushqisan qo'shilsa, ashni qilsan xo'sh bo'lsan deb, sizni ashundaq bir narsaga kuchaytiruvchi shayton o'xshagan narsa. Ha, qilsan xo'sh bo'lsan deydi. Ammo siz qilsangiz, qilgansir, yana qilsan xo'sh bo'lsan deydi-da, amaliyot qushaq topolmaydi. Zar chekkanlar shugo. Zar chekkanlarganda dopamin kuchi yo'q, ma'lum endorfin to'laydi. Endorfin rohat tuyg'u berdi-chu odamga. Xushal bo'lganda endorfin nima qildi? Amaliyot zar chekkan sira endorfin to'laydi, xushal bo'lanmaydi. Ammo xushal bo'lsan degan ma dopamin kuchib ketadi. Shu siz zar chekkanni qarasangiz, ular rohat bo'lib ketmaydi. O xushal burunqi tunji qatim chekkandek xushallik yo'q. Ammo mushun cheksam men xushal bo'laman degan tuyg'u kuchib ketadi. Dopamin kuchib, endorfin ojizlab ketadi ahvollar. Shu davomli chekadi. Insonlarmi o'zi ziyonlik ishlarni o'zini odirdigan salomatligi ziyonlik narsani qilayver, nima ish qilsa, mush qilsam xo'sh bo'lman deb o'ylab qoldi. Masalan, shu ayollarning so'set oldiganlar apa. Shunda dukkan kirib qolgandiki bir narsa ko'rgandiki, mush asam xo'sh bo'lman degan dopamin qo'zg'aldi, oldi olgandiki ko'nglim ketdi. Alloh men baka qimmat elib oldim deb ayolning 80% qanday bo'lsa, biyoram bo'ldi. Dopaminning masalasida. Shunga bu xil bir taraflimlik yashash, hamma narsa bir qilib yashash bexatarlik. Shunga bu xil qo'sh hayotni yashamay, birlamali qutublashgan hayotni yashash bexatarlik. Ba'zilar butunlay dunyoviy yashaydi, qilish bilan yashaydi. Ba'zi mavjudlik bilan kirib oldi. Ro'y dunyoga bilan kirib oldi Alloh. Bulardan shavqin paydo bo'ldi. Masalan, otdayman misol ko'rsatay. Qarg'alish mashq qilayotgan shikki odamni desak, qarg'aldi-ku. Bundaq ma'u qarg'i tegish taqtis bo'lsa, siz agar anchalik usti bo'lmasangiz qarg'alishga, iliqa tekkan o'q u yoqqa tegib, markaz nuqtaning atroflariga tegadi, ba'zilar o'zi tegib qoldi. Bu xatolik-ku. Siz faqat uni usti bo'lmoqligingiz uchun. Ammo siz usta bu qatam, Ammo siz usta bo'lgan bilan tapanjangizdan ma'u chiqadigan nimasi, no'g'ichi igik bo'lib qolsa. Uçaq o'qnaga tegdi-sa butunlay taxtining materiallam tegi yig'ilib qoladi. Bu yig'ilib qolsa usti bo'lg'achqa, ammo tapanjangiz maqlalat bo'lg'achqa mushagil tegib qoladi. Bu onindimmi qo'rqinish. Xatolikdim. Shu bir taraflimlik odamlar bilimlik bo'lgansiz ezib ketdi. Shu ba'zi odamlar qancha bilimlik bo'lgansiz turmush usul shuncha ezib ketadi. Ata o'yliq bilimsiz odamlar qaraganda ezib ketadi ahvollash. Nemish qolsa bayis bir taraflimlik shekil. Anam qutublashgan hayotni, polarized hayotni yashaganlik uchun bo'lib qolgan. Shunga bo'lib, ma'qul odamlar qaraganda, ma'qul odamlarning sodir qilgan xatoligi bekit. Shu ba'zi odamlarni ko'rmajimda. Ular ma'lum narsa shunday kesb ahli. Ammo uning ideyasi juz bir taraflimlik bo'lg'achqa, bu kesb ahli amli turmush eng baxtsiz. Kesbidi yaxshi. Shu kesbid yaxshi, ammo kesbid yaxshi bo'lgan bilan uning hayoti butunlay bir taraflimlik bo'lg'achqa eng azobli qoldiganlari mushkul. Nimish qolsa bir taraflimlik ideyasi bir qatlalarga qutublashib ketgan turmushda kechirib qolganlik uchun mushkul hodislar yuz berdi. Shunga hayotdagi har bir qilayotgan ishingizga
siz chuqur o'zingizning mavjudligini taklif qilib, ma'noni ashdan kirgizib yetishingiz kerak. Buning uchun nima kerak? Bo'shliq kerak. Bo'shliq, ashar bir olmishdigan bir ahvol borda bo'shliq. Ya'ni bunda açıp aytganda zayiatingizning nollik nuqtaga ekilishingiz kerak. Bayatın degan bendikning rioyatlari nol nuqtaga ekib turib, men qilyapman. Men bunda qadam, men mavjud. Mening maqsadim, ma'nam ma hayotimning. Endi qilyapgan ishim bilan shu hayotlik ma'nisi birga keldim kelmadimmi? Deb ash nol nuqtaga kirib olish kerak. Munjur qadam cho'sa, qilish bilan qilib, nol nuqtani topolmaydi ahvollar darmish shaklni qilyapti. Alimalim, bu nuqtani mana yaxshi yo'ritdingiz. Endi yana bir nuqtadan so'zlasak, masalan, hozir shu oliy maktab o'quvchilari o'qishib turadigan oz qoldi endi. Shu o'qishib bitirishi oz qolgandan boshlab xizmat ehtiyoji endi tushib, ular xizmat izlaydiganlar ko'p uchraydi. Masalan, praktik jarayondan boshlab xizmat ehtiyoji shu. Shu jarayonda ular nurg'un qiyinchiliklarga, besimlarga uchraydi. Shu jihatlarni psixikadan ular qanday bir yordam qilamiz? To'g'riliq bir tushunchalaymiz. Bo'ldi. Men o'tganda bundaq bir referendum chiqarib baqdim. Referendum deganda nima desamiz psixikada tadqiq qilishning usuli bo'ldi-chi. Birisi laboratoriya tajriba yaparmiz. Bu ham bizning uskun bunda sharoit yo'q ham. Yana birisi selishtirib tasvirlaymiz. Masalan, oila cho'ng bo'lgan bolalar manda oila cho'ng bo'lganda biz tekshirib selishtirib. Yana birisi tasvirlash orqali qilamiz. Tasvirlashning ichida masalan qog'ozlarni taqitib kishilarning kollektiv ongni sinab boqamizda. Masalan, yuzdak, mingdak odamlarga ma'lum bir savol ishtish orqali bularning shu ko'z qarashini ko'rib boqamiz. Men mushkul bir narsani chiqarib boqdim shu o'quvchilarga. Bular bunday savol soldim. Yaxshi o'rgansa xizmat bor. Qo'shilamsiz? Qo'shilaman. Toz qo'shilmayman. Qo'shilmayman. Degandek mushkul savol. Buning da hamda 60-70% balda qo'shilmaydigan. Yoki toz qo'shilib ketmaydigan. Bu nimani keltirib chiqyapti? Nurg'a odam yaxshi o'qisa xizmat yo'q degan bir ideya kirib qolgan. Bu tubdan xato narsa. Bu nimani keltirib tursangiz, ular shunday yaxshi o'qimaydi. Shunday bular xizmat topolmaydi. Xizmat topolmagandan keyin bularning dastlabki qo'ygan farzi kuchayib ketadi. To'g'ri ekan deydi. Bu miras qoladi. Kollektiv bankiga miras qolgan narsa. Bu keyingi bolalar texmi pulatek paketdek. Bir narsani o'ylansa, bular yaxshi o'qimagach xizmat yo'qmi yoki xizmat bo'lmagach yaxshi o'qimatamdi. Men sabab natija munosib olmish qolgan. Amriyat bu xato. Biz Sunukun degan filmni ko'rganlar. Sunukunnikida Angishtar degan xat chiqdi. Bu angishtarning ichida ba'zilar qapoq, ba'zilar un xaltasini angishtar deydi. Bir xalta u. Ammo nima angishtar? U dunyoda birli bo'lg'ashqa shu vaqtda angishtar bo'lib qolgan. Amaliyotda bu yaxshi xizmat yo'q bo'lgan ish yo'q. U yetarli yaxshi o'qiyolmadi. Bu jamiyatda yaxshi odam ko'p. Ammo qolsa da emas. Shun bizga hozir masala nimasi? Normal yaxshi odam emas, qolsa odam kerak. Qolsalar bo'lmagandan keyin xizmat topolmaydi. Shundan bo'ladi bir xil tayin bilish. Jungodan iborat bunda cho'ng bir davlatda bunda g'oyat zo'r nupsni xizmat o'rlashtirish degan bu zo'r muvaffaqiyat. Bu mis ko'rilmagan tarixdimi? Ham bundan keyinmi hech qanday bir davlat bu xil utuqqa erishamaydi. Nupsni yilmi nurg'un bolalarning ish o'rilishining o'zidan bir g'oyat zo'r natija bu. Amlit bir yosh avlod davlat tayinish emas, u o'zining davlatni kuch chiqarish kerak aslida. Har bir fuqaroning majburiyati bu. Ammo hozir yoshlar nima bo'ladi desa, o'lnish. Ularga o'qish sabab tayinish uchun o'qiyotdi. Bu to'lama bir xil pas bir ideologiya dalmishadi kelganda. Bu echinarlik shuma. Bir yoshning bularga ideologiya echinib ketsa bo'ldi. Bir yosh as tug'ilgan tartib o'zining davlatining yukini yengillatishga, yukini oshirishga emas, yengilitish uchun tirish kerak. Ammo hozir bo'lsa, xizmat meni davlat o'rlashtirdi deyotganki. U men qaysi qobiliyatim bilan men nima ish qilib beraman demay, men bir yoki o'rlashtirib men shuna qilish kerak deb o'yladim. Shuning bilan bu yaxshi o'qimay yaxshi xizmat yo'q, ondan uning dastlabki farz kuchayib ketgan. Shunga yaxshi o'qisa xizmat yo'q ish yo'q.
Her qandaq sağa qarasanız şirket, devlet organı, yaxşı adamның her qandığı xizmet tep aldı. Dal bayatınqıdek ideyada juqumlangan adamlar çölsə müşkil ahvalda. Oqumusun buldu ki. O nemin o'qishini bilmaydi. Uni o'qishni maktabga berib chiqishni o'qish deb o'yladi. O maktab kirib chiqish bilan kitobni ko'tarib, so'mqiga selib elish bilan o'qish u ayrim narsa. U o'rganish degan boshqa bir narsa. İnsan o'rgangan vaqtda uning bir xil tortish kuch paydo bo'ldi. Siz o'qigan odam qarasangiz tortilsiz unga. Demak, xizmatlar buning tortilib keladi. O xizmat izdimisin bo'ldi. U izda tortib kuch paydo bo'ldi uni. Shu kuchni barliq keltirolmadi. Nurg'un yoshlar qarasak, faqat ijtimoiy axlat. Nishqan qobiliyati yo'q. Uning hayot qilish iqtidori shunchalik to'van. U hamma ishlarga reaksiya berdi, inkas bildirilmaydi. Pishkellik kaslar reaksiya qilib, zankesh qushuvchiga aylanib oldi. Uni hal qilish usulini inkas bildirib buningdan qo'panmaydi. Mana bu nima bo'lsa, resiliencening to'vanlik. Resilience degan nimasiz, asli kelish kuchi to'van. Ba'zilarning immun kuchi shunchalik to'vanki, ular asli kelolmaydi. Mushada zukam virus bor desak, hammamiz zukam bo'lib qolmaymiz. Bir kishi zukam bo'ldi, immun kuchi to'vanlari. Demak, psixikadimi, jamiyatdimi o'xshash bir xil ahvol ba'zilar jiqtiydi, ba'zilar ta'sir qilmaydi. Jiqtanmaganlar immun kuchi kuchli. Asli kishiklar kuchli. Jiqilib ketganlar asli kuch to'van. Mush nimadan? Mushni yoshlar bilish. Shu yoshlar birinchi bo'lib nimani shakllantirish kerak desa, men o'quvchilarimga jiq ta'kidlayman. Bir bola qancha yosh bo'lishiga qat'iy nazar 35 dan 40 yoshgacha bo'lgan mushu odamlarning psixikasini shakllantirsa, uning psixik yaşı bo'ladi odamning. 35 dan 45 yoshga bo'lgan odam teng kelasizlar, u yosh qutqazib ketadi. Agar bu psixik yashini barliq keltirmaydi ki, men bayatim degandek qutblashgan hayot yashaydi, o muvaffaqiyatlanmaydi. Ma'lum darajada qozongan energiyasi xo'rab ketadi. Şu an yoshlardagi bu xil ko'zqarash butunlay qat. U xizmat degan unutib ketib, u o'zini shunda qilib bayatim sunukuni kerak. Bir xil angushlarga aylantira olsa, uni biz izlab yurimiz, u qechib yursin izlab yurimiz. O mashina motorga o'xshaydi. Agar uni o'rgangan narsa mashina sirga o'xshab qolsa, bu sir degan bo'lsin bo'ladi, bo'lmasin bo'ladi. Chunki biz qaytadan o'rnini dastlab talaymiz. Shuna bundaq ballarning xizmat tepish iqtidor tuvan. Masalan, 4 odam o'xshash iqtidorlik bo'lsa, buning uchun birini elish to'g'ri kelsa, u lotereyaga o'xshash tanlandi. Agar bu bal 4 ning ichida hech kimda yo'q iqtidor bo'lsa, u tanlashimiz 100 bo'ladi. Unda qilmay o'zini 1000 odamning ichiga selib olib, bu 1000 odam o'xshaydi hamda. Ma bo'lsa bo'ladi bizga. Ma bo'lsa bo'ladi. Shunda bir epaqimiz bir chiqdi, qag'in qoldi. Şunlar onunda bir xil xizmat yo'q deb og'rindigan, hatto hukumatning og'rindigan ahvollar. Men bayatim dedim. Allı burun davlatimiz eng yuqori darajada xizmat o'rlashtiryapti. Ham o'rlashtirib kelyapti. Bu to'lim zo'r utuq bu. Siz statistika qilsangiz bilasiz, nopsini statistika qilsangiz g'arb tomon Gretsiyada iqtisod kriz bo'ldi. Qarab baqsa yetib ketgan davlatimizning xil yaxshi ahvolda. Şu an bununla güzel. Adam sıtkın. Psixik bir ahval var qarang. Adam o'zining aloqaga ufqini o'zidan mag'lubiyatni sirtqi muhitdan ko'rdi. Masalan, siz men chirog'ni o'rnating desam, o'rnata olsangiz, ajab o'rnata oldim deysiz. O'rnatamsanizlar, chirog'ni ochar ekan, chirog'ni chuqur bir chataq deysiz. Intam shu. Intam yaxshi bo'lsa, yaxshi tayyorlik qilganligim uchun yaxshi berdim deydi. Agar intam shunda Alloh beramiz, bu yil intam bek tasdiq etibdi. Ama kişilerin gözetkende yani aksi. Başkan ufukunu muhittin görses, bunun dadısı baytı dep turvalsız. Şunda mağlubiyet kazangan ki bu şu eski nimit, bu orun tulsa dep aksi bok ketken. Biz buna adette observer, expectancy, bias deymiz. Bu xil bir taraflılık köp. Şu an yaşlar muş narsani bilish kerak. O xizmat unutib ketib, o'zini kuchlantirish kerak. O parlab chiqish kerak. Yoki mesela Malcolm Gladwell'ning bir asari bor. Binafshanlik qiladi. Hech kim o'qishmagan vaqtda ishlarini diqqat qilish boshlaydi, uning ehtiyoji bo'ladi.
mush individuallik demek jari qildirish muhim deb o'ylaymiz. Demek mesela bulasında şu ballarının okuyan jarayonida o'zining boshqalar yo'q alayliklarni to'g'ri cho'qim jariy qildirib o'zini yetishtirib qolgan degani psixik 35 yoshdan qarash odamlar nihoyatda mukammal holatga yaqinlashib qolganimizda haliqi hayotidagi nollik nuqta borda bu 35-40 yosh nima desangiz midlife Şu g'oya bo'lish kerak. Ammo nurg'a odamlar g'oya samolyotda g'oya emas. Bir shug'ullanayotgan ishini hech qanday sababsiz, muddasiz endorfin tuvallaydi, xushallanmaydi. Uning butun 30 yosh nurg'a odam yaxshi o'qsa, shu ba'zi odamlar qancha bilimli bo'lib, har bir qilayotgan ishingizda bir ma'no bo'ladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muşu cemiyetimiz terakkatına geçecek, muşu psikolojinin gibi, bu psikolojik sağlamlıktaki biz durmuşumuzda ait muhim orun tutuqalıqımız ne? Tutuqalıqımın bağlansı risk kıydıvatıda halkımız. Bolsa muşu cemiyetimizdeki psikolojik mesele doğruluk, siz azap bir düşünce payı mısınız? Bu psikolojiya degan nima pandisiniz? Psikolojiya deganimiz endi odam harakati bilan ongni tadqiqot ilmiy fan. Bu ong degan bu yer nimani ko'rsatsangiz, ong deganimiz masalan odamning bilish, tunish, his qilish, idroklari, xotira, aslama, hatto eng muhim bo'lgan yushurna qatorliq narsalarni biz ong deb olamiz. Ong deganimiz bir g'uva hukmda buni endi tafsil etishtiramiz. Harakat degan nima desa, harakat degan odamning biz ko'ngil bo'ldigan qilmishlarni biz harakat deymiz kisini ilmiy tadqiqotdan. Endi hozir jamiyatda mundaq bir o'zimizning shu Uyg'urlarning jamiyatda bir xil masala, u masala nima desangiz, psixik otsi deb atalgan William Jamesning bir atalg'usi bor. U bo'lsa agnozim deb. Hozir odamlarda agnozimlik mavjud. Agnozim degan nima desangiz, u insonning, odamning o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaslikni biz odatda agnozim deb ataymiz. Bu nima, bu qanday protsess? Kishilarning eng chong xatoligi, bular yoshlarning bir xatoligi bor. Bu grek tilida hubris degan atalg'i atildi. O'ylaqa men hammani bilaman deydigan xatolik bo'ldi. Demak, bir odamning hammani bildigandek his qilishining o'zi hech nima bilmaydiganlikdan darak bo'ldi. Shu hozir kishilar o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydi. Agar siz nimani bilmaydiganligingizni bilsangiz, yana u mayli, ma'lum nishonda osh bo'yicha taraqqiy qilib, o'zingizning bilmaydigan narsani to'liqlaysiz. Hozir masala nima bo'ladi bo'lsa, agnozimlik hodisa yuz beryapti. Ya'ni bilmaydiganligini biladi, ammo nimani bilmaydiganligini bilmagachga qaysi tarafdan qarab taraqqiy qilishni bilmaydi. Buni Aristotelmi o'zining yozmalarida men oxir bildim, men oxiri o'zimning nimani bilmaydiganligini bildim deb xulosalagan. Shu hozir jamiyatdagi kishilarning psixologiya pinini faqat ismini biladi, muhimligini biladi, psixik nurg'atlarning xato emasligini biladi, ammo to'g'rini topolmaydi. To'g'ri, o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydi. Chunki odamning bilib turib so'rgan savol bilan angsız bir savollar bo'ldi odamning. Bu angsız savollari o'zining tunish doirasi yoki o'zining conscious deymiz, hamda mashg'ulot engining sirtida yushun ongda ifodalanib, uning savol qo'ydi. Ammo bu savoldan odamlar oqqichidi o'zini. Bu xuddi Carl Jungning undaq bir tasvirlashi bor. Masalan, ong deganimiz, mashg'ulot ong hozir kishilar masalan nimaga o'xshaydi desangiz, uyning o'g'isiga chiqib balxon deb qo'yamiz. Balxonga chiqadi. Shundan bilan bir odamning oyoq tevishini anglaydi. Buni anglab darhol yer ostiga kirib olib, men anglamadim. Demak, uyda hech qanday o'g'ir kirmadi, u mening tuyg'um o'xshaydi deb o'zini o'zi qoyil qilib
Yushnandan çıkıvatkanlık suallarga basmalı etti. Mağadı. Şundan bu siz yer astı kirip aldınız. Öyün üstüde hiç kandak adam yok dep özünüz qayıl kıldınız. Bırak bu qayıl kılgan bilen hakikaten de TV'nin bağlı ras bu öyge oğul kiriş mümkünçiligi var. Bırak adamlar çözse makul usulda yaşaydı. Şuna hazırki 101 atkan mesele birisi ya şu hubur esadisi yani adamların emini bilmeyen de bu ilişki. Yani bu adamın tarakkatı iğir derecede usalır hep vardı. Yani birisi men bayatın degen agnozumluk. Yani yüzden emini bilmeydi Allah'ını bilmezdik. Şuna bu hazır kişilerde saklanatkan umumi bir xilal hadise bulup hesaplandı. Ali malum hazır şu köpüncü kişilerimiz bir xil ideali bir xil qilib qatmalık qilib bargan. Qandaylık qilgan bilan şu özünü şu ideyasidan konuliqdan shunday qutuzib chiqolmayotdi-da desakda. Qanday qilgan joyda şu ideali bir xil yangilik yaratgani şu chekimni buzib tashlagan bo'ldi. Amda bunu adamların mesela İdis nurg'ula komplekslar buldu. Kompleks degan nima aytsangiz, kompleks degan nima aytsangiz bir xil nima u Jean Piaget degan bir psixolog var. Bu ham buni sexima deb atagan. Mingizda bir xil seximlar shekli. Nima qilsa siz bir odam. Sizning chuqur tarixingiz bor. Bu tarixingiz sizning şu kichik vaqtingizdagi kechirmishlaringiz bilan alaka bağlıq buldu. Mesela addileştirip etsem siz mesela almını bilsiz alma desem siz qandaq tasavvur qilsangiz mesela almını tasavvur qilib bakan desem alma degan şart bir şey şekli şu endi hozir bir narsa bor. Siz almını tasavvur qilgan vaqtda bir o'lchamlik chiroyli almını tasavvur qilsiz. Ammo sizning qalbingizdagi almını bozorda hargiz topolmaysiz. Unda o'lchamlik almını tepish mumkin bo'lmaydi. Demek siz ma'lum adamın taraz qilgan vaqtda u inta o'lchamish bit. Unda adamning tasavvur qilolmaysiz. Demek sizning bu xil nimangiz nereden ki qolgansa o'tmishdiki o'sha alma bir tasavvur qilpi bor. Bu xil ahvollarda men sizga masalan kvadra shakllik, andan o'sha undaq uchi bor. Andan o'sha qag'ayir alma o'xshagan, ammo qora ranglik bir mevani ko'rsatsam, mush alma desam, siz buni nima deb javob berasiz? Buni mundam alma bor ekan demsiz yoki yo'q bu alma emas deb tura olasiz. Qalbimizda cho'qim alma emas deb qilmaymiz-da. Bir qism odamlar burada, 80% adam bu alma emas deb turadi. Ammo 20% adam bor. Bu shundoq alma bor ekan deb unimi o'zining asli to'g'ri, o'zining aslidagi alma to'g'risidagi seximlarga bu nima qildirsan soladi. Bu ish qil odamda. Shunga bir qism odamlar bor. Ularning yaxshi, yomon ideya to'g'risidagi seximlari muqimlashib ketgan. Uning sirtidagi uning ko'z qarashiga tushmaydiganmi yaxshilarni u bilmaydi. Demak, bizning hayotimizda biz yaxshi deb qaramaydiganmi yaxshi kishilar bo'ldi. Biz qaltis deb qaramay, bizning seximizning sirtidagi qaltis odamlar bo'ldi. Nurga adam mashamasni mensa bu xil komplekslardan asosiyatdan chiqib bo'lmaydi. Masalan, siz o'zingizdan kompleks mas kelmaydigan, o'zingiz rad qilgan narsani boshqalarga anglasangiz, uni ayiblaysiz. Nima qilsa sizning animingiz mas kelmaydi. Sizning kompleksdan siz qo'rqadigan narsalar bo'lsa, uni boshqalar desa yoki boshqalar shu ishlarni qilsa, uni ochiqlaysiz, vaqiraysiz, yoki u yerdan ketib qolsiz. Nima degan vaqtda bu xil seximlar kishilarning taraqqiyotiga ham foydasi bor. Chunki siz olma to'g'risida sexim bo'lg'achqa, ikkinchi qatam olmani ko'rganda inkas bildira olasiz. Ham sizning uningdimi boshqa olmalarni ko'rishingizga ham to'sqinlikmi qilib qo'ydi. Shunga tushunganki sizning yaxshi hal qilish usulingiz bugun sizning to'solingizga aylandi. Nima ish qilsa, tushungan siz ma'lum ishni ma'lum qilib usulda qildingiz. Mush usulga kirib qoldingiz. Siz mush usul to'g'ri deysiz. Demak, aytchi deganda buni ekilib yana ashdan solasiz, u chaqda bo'lmas kelmay qoldi. Bu nimaga o'xshaydi desa, hozir korxonchilarda bor bu psixik. Masalan, men sizdan ko'rib bir oyoq yarashgan bo'lsa, sizga men bu oyog'ingizni qarab ma'lum yarashib deb sizning oyog'ingizni elib oldim men. Elib keysam, mening putumga kichik kelib qoldi. Mening putum sal cho'ng kelib qoldi. Shuni men qanday qilman desa, putumni kesib hamda. Oyoqqa men putumni maslashdim. Kesmay maskagan taqdirdim sizga yarashgan oyoq menga yarashmaydi. Putimiz o'xshash. Bo'ldi, qomatimizmi o'xshash bo'lgan taqdirdim yarashmaydi. İnsanning
o'ziga yarashadigan bir hayot shakli bo'ldi. Har qanday bir individual insonning o'ziga mos keladigan bir yashash. Endi nurg'a odamlarning o'zligini topolmasligi yoki o'zini olqolmasligi nimdan bo'ldi desangiz, nurg'a odamlar balliq davridagi ba'zi kechirmishlarda turib qolgan bo'ldi. Bu nim degan gap desa, har bir odamning qalbida bir yaralangan bola bo'ladi. Ya'ni o'zining yaralangan bola davri bo'ldi. Uningdan qechib ketgandek tuyuldi. Uni hal qila olgandek tuyuldi. Uni besib etgandek tuyuldi. Biroq eng oxirida uningda yonib qutlanmaydi. O'xshash reallik, o'xshash odamga. O'tgan bir qizlar parang'ishib qoldi. Bu qizning 4 qatim muhabbatlashibdi. Bu 4li muhabbati bu qizni xo'rlagan, urgan. Hem siz bu yerda matematikada oddiy ehtimollik nazariyasi bo'yicha 4li muhabbatning uningda xo'rlishi bu maskep tasadduqiylik bo'lmaydi. Bu nimadan kelib qoldi? Bu qizning balliq davri tekshirsak 3-4 yosh vaqtida bu qiz dadasi akilib bo'lsa, dadasi buni silkigan. Urgan. Urib ketmasam akilsa ishtib o'tgan. Demak 3-4 yoshlik bu qizning dadasi bo'lgan muhabbati mushal kesilgan, uning qalbida bir jarohat qolgan. Endi bu qiz 3-4 yosh vaqtida to'xtab qoldi. Uning kompleks sizlib qoldi. Bu 3-4 yoshlik reallikni tekrar sadır qilib. Şu muhabbetimi dadisi, yan bir muhabbetim da 3-4 mail qancha bo'lsin bu kompleksdan ujraqishib bilaman. O qancha tirishib, qancha yaxshi balni topsimi, o amaliyat mexanizm nim bo'ldisa, yana ashunda bilib bilmay avtomatik holda o'zini xo'rlatqizgan bir vaziyatni shakllantirdi. Gap bu joyda shu qizlarning o'zi bo'lgan. O üz bilmeydi buni. O herkes halap men o demeydi o. Ama onun yuşun enge bahçe ayet mexanizm. Şu aşını söyleyip tatip ekildi. Yani bir balını kure kaldım. Bu balının sol beden mexanizm kesili var. Sol beden mexanizm degende mesela bu balının kaçan yıkılıp yaralansa sol kulu ya sol piti, sol kulu sol piti. 10 pitiga palaket gelmeydi. Sunsu mu sol kulu, yaralansın sol kulu. Neymiş o sol kulu? Bu beden kompleks şekilde bakın. Yani bir kızdan parang'ishib qoldim men Aqso'liq. Bu qiz qanday? Bu qiz 11-12 yosh vaqtida Fuksiga o'zining 2 yoshlik Fuksiga eriq bo'ldi o'sha yerda o'ynatib bu bola so'chib ketdi. 12 yoshlik qiz ham vaqirab adam chaqirmadi. Bu vaqt uydagilar anglamaydi. Etizdi, chiqib qolgan. Yo'lda hech qanday qadam uchirmaydi. Shundoq vaqiraydi. Qo'rqib ketdi, iqib ketib qolgan. Shular amal yo'q bu bola nimani suzgishga kelib to'xtab, shu yer tunjiq yulab qoldi. Bu vaqt bola. Hodisa bo'ldi. Demak bu qizda endi shu 12 yoshda ketib qoldi degan gap. Mana bugungi kun kelganda o qiz 36 kirdi. Hech qanday o'g'il bola bilan to'y qilmagan. Kishilarga ishonmaydi. Uyatda o'ziga ishonmaydi. Nimish to'y qilolmaydi? Chunki ayni vaqtda u yordam talab qilganda hech kim kelmagan. Hech kim kelmaganlik uchun uningda bir xil kishilarga ishonmaslik shekilli. Hatto o'zi abolni darhol qutuldiramagan. Buningdan o'zining bo'lgan o'ziga ishonmaydi. Shuni to'yga qilishga qat'iy, buni shundoq chiroyli xizmat qildi. Ham bu qiz qanday qildi? Bu qiz butun buni unutish uchun xizmat ko'zini beg'ishlaydi. Kishilar sirtdan qarasa bu qiz shundoq normal, shundoq qaltis, shundoq bir xil qushliq ayol. Ama ichida oldi burun puchilib ketgan. Chunki u 11 yoshlik, ya'ni shu 12 yoshlik qiz. Mana bu ichki bal jarohati nima bo'lgan desa texicha saqaymagan hisoblanadi. Shunga bu xil komplekslarni to'g'ri tushunmasa, bu xil komplekslarni qutlamasa, odam hargiz otiribga qarab o'tolmaydi. Shunga meyli normal shart-qoida bo'lsa yoki korxonchilar bo'lsin yoki bir uftiqazmanda ekan, u birinchi yo'lab komplekslarni yengish kerak. U tunganki uning uchun foyda qilgan hal qilishni bugun ishlasa, u qat'iy tushmay qolgan gap. Har qanday bir ishning o'ziga nisbatan bir hal qilish bo'ldi. Buni maslomi degan, agar qo'lingda sening bir tal bolqi bo'lsa, hamma narsaga mix qo'qish ma'mul qilsan. Demak, uni qo'l bir tal mixni tutib olib, bir kompleksni tutib olib, uni hamma narsaga kelgizmadi. Masalan, sizning oyoq do'koningiz o'z bir tal oyog'i bilan, bir tal razma, bir xil rang, bir lam tur oyoqga kim kelsa,
Onun muş ayağı san yarışıdı. Bazılarının putunu kes